tibbiyotmi? Unda albatta Kolba maktabi. Samarqandliklar rosa xursand qiladigan bir xushxabar bo'libdi. Maktab ochar ekanmiz, butun viloyatlar bo'yicha biz so'rovnoma o'tkazdik, qayerda talab ko'p. Va bizani xursand qiladigan tomoni shu bo'ldiki, o'zimiz ona diyorda Samarqandda eng ko'p talab bo'lib chiqdi. 5-sinfdan boshlab qabul qilinadi demak. Qabul 5-sinfdan 10-sinfgacha qabul qilyapmiz va hamma sinf vakillariga biz hozircha darsdan noldan boshlaymiz. Maktab umumiy hududi 1 gektarga yaqin, ichida katta 1 gektarga yaqin hovlisi bor, ichida katta bog'imiz ham bor. Siz bizlar bilan marafonda yugurdingiz, ha? O'sha payt Kolbani e'tibor qildingizmi? 300 ta ishlayapsiz, 330 ta odam. 330 ta o'quvchi, o'qituvchi aralash. Qizig'i o'qituvchilar ham yurganida. Bizda darslar 2 xil bo'ladi. Ixtisoslik fanlar para ko'rinishida, tarbiya fanlari yoki shaxsiy rivojlanish fanlari 1 soatdan 45 daqiqadan bo'ladi. Deylik, ikkalamiz sinfdoshmiz. Lekin kimyodan siz boshqa sinfda o'qiysiz, men boshqa sinfda o'qiyman. Sinfdosh bo'lsak ham. Nima uchun? Men o'zim ora-orada bir o'tiramanda, maza qilasizda umurtqa qolganingizga qarang. Rosa men bu massaj qilganday bo'lar ekan bu yer. Shuni. Boshida biz bilan telefonni taqiqlagan paytimizda ba'zilar aytdiki, zamonaviy texnologiyadan orqada qolib ketadi deydi. Vaholanki biz maktabda prompt engineering va kompyuter savodxonligi bo'yicha dars qo'yamiz. IT bo'yicha alohida darslar bor. Dars bor va har bir o'quvchiga MacBook beramiz o'sha paytda. Hech qanaqa orqada qolib ketmaydi. Texnologiya yangisi bor deydi. Kerakli joyda ishlatiladi. Eng muhim taraf xavfsizlik. Mana o'tirasiz-ku, mana moddani titrlayapsiz, nimadir qilyapsiz. To'kilib ketganda orqasidagi suyanchiq bo'lgandan siz tura olmay qolasiz. Olish osonlik. Bu juda tezkor xavfsiz qochish uchun juda ham zo'r. Jahon standart. Lekin tekin o'qish imkoniyati, to'liq grant o'qish bizada cheklanmagan miqdorda grant o'qish mumkin. Bu degani nima degani? Masalan, ba'zi institutlarda 20 ta grantga joy ajratadi, qolgani majburiy kontraktda o'qishga. Bu yerda 600 ta bola o'qisa, 600 tasi ham to'liq grant o'qish imkoniyati bor. Bepul o'qish mumkin. Assalomu alaykum, Samarqanddan salom. Kimyo biologiya yo'nalishida xalqaro olimpiadalar g'olibi, shu yo'nalishda ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanuvchi olim va respublikamiz bo'yicha tibbiyot yo'nalishida mutaxassis chiqaradigan eng katta maktablar tarmog'i asoschilari aka-uka Doniyor aka, Jahongir aka Nasrdinovlar Xudo xolasa bir ajoyib xushxabar boshlab qo'ygan ekan. Ya'ni va nihoyat Samarqand shahridan ham o'zining maktablarining navbatdagi filialini ochyapti ekan. Xudo xolasa bu video, bu mana shu bugungi intervyuimiz mana shu aka-ukalardan, ya'ni akasi Doniyor aka Nasrdinovdan eksklyuziv intervyu bo'ladi va Samarqandlik, men ham farzandimni yaxshi maktabda o'qitmoqchiman. Qanaqa maktabga yo'naltirsam ekan, bolamning qobiliyatini qanaqa aniqlasam ekan deb o'ylab yurganlar uchun bir foydali bo'ladi. Ishonavering, bu videoni ko'rganingizdan keyin sizlar mana shunaqa sharoitdagi, mana shunaqa tizim, tartib, intizom sifatida ta'lim beradigan maktabda siz ham farzandingizni o'qitsangiz kelib qoladi. Eng qizig'i, video davomida mana shunaqa maktabda mutlaqo bepulga qanaqa farzandingizni o'qitishingiz mumkinligi haqida ham, qanaqa imkoniyat borligi haqida ham xudo bilib olasiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz, yaxshimi? Salomat bo'ling, xushvaqt bo'ling. Bu hali Samarqandliklar rosa xursand qiladigan bir xushxabar bo'libdi. Men to'g'risini aytsam, nimaga shu paytgacha o'zi Samarqanddan maktab filialini ochmaydi ekan, o'zlari Samarqandlik bo'lsa, nimaga ochmas ekan deb o'ylayverardim. Bu payti bilan ekan mana narsa. Shunaqa bugunga nasib qilgan ekan. Xudo bafurja gaplashamiz bu vaqtda. Xudo xolasa. Doniyor aka, unda maktabni hozir men videoda boshida aytdim. Shu maktabda olimlar yetishib chiqishi, ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanadigan mutaxassis yetishib chiqishi, tibbiyot yo'nalishidagi mutaxassislar yetishib chiqishi bo'yicha qanaqa tizim bor bu yerda? Shu narsani bir ichkaridan bir yoritib bersangiz. Yana bitta qiziq ma'lumot, Kolba maktabida o'qib bitirgan o'quvchilarning 100% grant asosida o'qishlarga kirishgan. Bu hatto xalqaro chet eldagi universitetlarga ham, O'zbekistondagi top universitetlarga ham. Bular haqida ham batafsil gaplashamiz. Boshlaymiz bunda? Rahmat, ketdik. Boshlayveramiz. Aka, bu kirib kelaverish, bizga hozir birinchi o'rinda qiziq, albatta ta'lim sifati, nimalar o'rgatilishi, qanaqa mutaxassis tayyorlash, lekin bari hozir shunaqa bir zamonda yashayapmiz. Farzandim yaxshi sharoitda ham o'qisin deydi. Shu uchun maktabning ichini batafsil, xonada sharoitlar, laboratoriyalari bo'ladimi, sport zallari bo'ladimi, nima imkoniyatlar bor bo'lsa, shu sharoitlarni ko'rsatib ketaverasiz. Shu orada biz maktabda ta'lim tizimi, qanaqa sifatga e'tibor qilishlari bo'yicha ham gaplashib ketaveramiz, bo'ladimi?
Hop, bu joy qabul zonasi. Hali bu haqda tushuntirishdan oldin bitta narsani aytib o'tay. Bizning maktabimiz hali yosh maktab. 2022-yilda tashkil qilganmiz va hozirgi kunda O'zbekiston bo'ylab 4 ta filialimiz bor. 3tasi Toshkentda, bittasini Samarqandda alhamdulillah ochish nasib qildi va mana shu qisqa muddatda biz O'zbekistondagi eng yirik tibbiyotga ixtisoslashgan maktablardan biri bo'lishga ulgurdik. Alhamdulillah. Biz nima uchun Samarqandda ochdik? Filial ochishda biz ikkita narsaga e'tibor qilamiz. Birinchisi, filial ochayotgan paytimizda maktabimizning ta'lim sifati tushib ketadimi, yo'qmi? Shunga qaraymiz. Agar tushmaydi deb turib butun jamoa ishonch bildira olsa, keyin maktab ochishga kirishamiz. Maktab ochar ekanmiz, butun viloyatlar bo'yicha biz so'rovnomalar o'tkazdik, qayerda talab ko'p. Va bizani xursand qiladigan tomoni shu bo'ldiki, o'zimiz ona diyorda Samarqandda eng ko'p talab bo'lib chiqdi. G'alaba qozongan Samarqand, ya'ni so'rovnoma bo'yicha talabdan kelib chiqib, yana shu joyda talab yuqoriligi uchun ochilyapti. Samarqandligingiz birinchi o'rinda hisoblanadi. O'zi ona diyorni ochish xohlardim, lekin talabdan birinchi kelib chiqaylik dedik va Samarqand ochildi. Keyin lokatsiya tanlash kerak bo'lib qoldi. Biz o'yladikki, talablarning orasida tumanlarimizdan ko'p talab tushgan edi. Samarqand shahri bor edi. Shuning uchun biz mana Motrid Kurikni yonidan tanladik, Qorasuv massivida yaqin. To'g'risida tanladik. Bu joyda nima uchun tanladikki, shahardan kirib kelish bir qadam va bir yangilik ko'pchilik biladi. Men favoriy loyihasining yonida butun Samarqand bo'yicha shoh bekat qurilyapti va hamma tumanlardan kelish bitta transport bilan kelsa bo'ladi. Va bolajonlarimiz bemalol yoshi kattalar o'zi bitta transport bilan keladi va biz tumandan kelayotganlar uchun alohida transport qo'yib beryapmiz. Avtobus yoki mikroavtobus qo'yib beramiz. Xavfsiz kelib ketishadi. Shahardan keladiganlar ham bitta transport bilan keladi. Agar ularga imkon bo'lsa, ularga ham transport qo'yib beramiz. Bizani xursand qiladigan tomoni nima? Yana qo'shimcha effektlar chiqyapti bu joyda. Yaxshiligi, ko'pchilik aytadi, mana shu yo'l probka bo'ladi, tirband bo'ladi deydi. Lekin ertalab hamma ishga shaharga shoshadi. O'sha sababli kelish tirband bo'lmaydi. Ha, shahardan chiqish tirband emas, kirish tirband. O'quvchi dars tugagandan keyin yana ketish yana tirband bo'lmaydi, chunki hamma shahardan chiqadi. Ha, yo'l bu tarafda. Bu tarafi bo'lgancha ancha qulay bo'ldi. Shunaqa, bu bizlar uchun 4-filialimiz va filiallarimiz orasida eng kattasi 620 o'rinli. Bu bino 3 qavatli. Pastda -1 emas, 0-qavat bor. Hali tushsangiz ko'rasiz. Tashqaridan tabiiy yorug'lik juda ham yaxshi tushadi. Uni podvalda bo'lmaydi, juda yaxshi tushadi. Shu sababli 4 qavatli bino deb qarasa bo'ladi. Bu umumiy 620 o'rinli katta maktab bo'ldi. Xudoga shukr. Bu kirishganingizda bu joyda qabul qismi bor. Hozir qabul menejerlarimiz aktiv ishlashyapti. Ochig'i biz maktabimizni Samarqanddagi ota-onalar konsepsiyasini, missiyasini tushuntirishga vaqt ketadi deb o'yladik-da. Lekin ota-onalar bizdan juda iliq kutib olishdi. Bu maktab 620 o'rinli bo'lishiga qaramasdan har hafta ochiq eshikli kunni o'tkazamiz, tez to'lib qolyapti. Hozir biz o'ylayapmizki, mana shu ketishda ketsak, avgustgacha bormasdan maktab qabul rejasi to'liq yopiladi degan fikrdamiz. Demak, tibbiyot yo'nalishida bolamni o'qitaman deydigan ota-onalar ham shunaqa soni ko'payib boryapti. Ko'paygan. Faqat bitta narsa sal bizani o'ylantirayotgani, sal kech harakat qilayotganlar bor. Masalan, 9-sinfda, 8-sinfda, 5-sinfda harakat qiladiganlar kamroq. Lekin bitta narsani men aytgan bo'lardim ota-onalarga. Bizda hozir 620 o'rinlik ekanligi ko'pchilik eshitib bo'ldi-da. Faqat o'ylashadiki, 620 ta o'rindan bittasi meniki nasib qoladi, istalgan paytda boraman deb o'ylashadi. Lekin biz aytamizki, Toshkentdagi tajribamizda biz 5-sinflar uchun bor 72 ta o'quvchi olamiz. Sizda 620 tadan bitta emas, 72 tadan bitta joyingiz bor deyman-da. Va Toshkentda odatda 72 talik joyga 86 talaba odam topshirib tashlaydi, 90 talaba odam topshiradi. Biz baribir ma'lum qismini olishga to'g'ri keladi. Tushunarli. Hozir har hafta ochiq eshikli kunni o'tkazamiz va 200 ga yaqin ota-onalar ikkita seminarda tashrif buyurishadi, to'liq ma'lumotlar olishadi, lekin ulgurmaganlar bizda hafta davomida qabul menejerlarimiz kelishsa, to'liq ma'lumot berishadi. Faqat bitta narsa aytay, agar kelishadigan bo'lsa, albatta farzandlarini olib kelsin, chunki biz maktabga imtihon bilan qabul qilamiz. Imtihon topshiradi, psixologik suhbatdan o'tadi va qobiliyatlar aniqlanadi. Shu sohaga qobiliyatlimi, qiziqadimi? Shunaqa. Bizda alohida qobiliyatlarni aniqlash test bor. Test topshirib qobiliyatini aniqlab olganimizdan keyin ungacha ota-onasi bemalol ekskursiya qilib, maktabdan yaqindan tanishishlari imkoniyati bo'ladi. Men bizga tashrif buyurmoqchi bo'lgan ota-onaga aytgan bo'lardimki, bu muhim qarorlardan bittasi bo'ladi. Albatta kelishsin, ko'rishsin. Agar o'zim shu yerda bo'lsam, o'zim ma'lumot beraman. Bo'lmasa filial rahbarlari bor, albatta uchrashish kerak. Chunki bu farzandini kelajakdagi hayoti uchun muhim qarorlardan bittasi bu bersa kerak, xudo xolasa. 5-sinfdan boshlab qabul qilinadi demak. Qabul 5-sinfdan 10-sinfgacha qabul qilyapmiz va hamma sinf vakillariga biz hozircha darsdan 0dan boshlaymiz. Va yana bitta muhim fakt aytay, Toshkentdagi filiallarimiz tajribasidan kelib chiqib aytaman. Yo farzandingizni mana shu yil o'qitasiz, yoki Samarqanddagi filialda hech qachon o'qita olmaysiz deymiz. Nima uchun? Chunki bizda hozir 10-sinfgacha to'ldirib qo'yamiz-ku. Keyingi yil hamma sinf bitta ko'tariladi. Va joy to'lgan bo'ladi. Ha, joy to'lgan bo'ladi. Biz faqat 5-6 qabul qilamiz keyingi yil. O'shaning uchun masalan 8-sinf farzanddan 9 bo'lganda beraman desa, bizdan 9da 1 yillik tajribasi bo'ladi-ku. Biz keyin ola olmaymiz o'shani. Mana shu narsani kattalashib ketib qoladi. Juda keskin. Chunki bu yerda
Men nazarimda bu maktablarda tizimli bilimi doimiy o'sib borish kerak bo'lgan maktabda yoshi birinchi o'rinda emas-da. Ha, xuddi shunaqa. Shu paytgacha o'zlashtirgan ilmi birinchi o'rinda. Xuddi shunaqa. Bazasi muhim va bizda hali men ta'lim jarayonini tushuntirib berganimda aytaman, bilimiga mos bo'lgan sinflarda o'qiydi-da. Ha. Shuni hisobidaman. Xullas kelishganda mana shunaqa joy kutib oladi. Bu yoqda ota-onalar uchun alohida gaplashadigan xonalar qilib qo'yganmiz. Imkon qadar shinam sharoit qilishga harakat qildik. Bu bizani maktabimiz hovlisi. Shu yerdan ham ko'rinadi. Mana shu yerdan ko'rsatib o'tamiz sizga. Bu tashqi hovlisi. Ichkarida yana katta maydonimiz bor. Maktab umumiy hududi 1 gektarga yaqin. Ichida katta 1 gektarga yaqin hovlisi bor. Ichida katta bog'imiz ham bor. Va mana e'tibor qilgan bo'lsangiz, maktab hududi to'liq panjaralar bilan qoplangan, yopilgan va bu farzand mana bu joydan kirib chiqadi. Bu yerda turniket o'rnatyapmiz va qo'riqlash xizmatimizni ishlari ham oxiriga yetib deb qolibdi o'zi ham. Ha, shunaqa. Hozir qo'riqlash xizmatimiz xodimlari qarovul o'tiradi va bolalar jonlar turniketdan o'tgan paytda ota-onasiga xabar boradi, maktabga keldi deb. Darsda tugagandan keyin chiqib ketdi deb xabar boradi va bolajonlar maktabga kirdimi, xavfsiz hududda bo'ladi, dars tuganmaguncha chiqa olmaydi. Va bu hududga begona odamlar ham kirib kela olmaydi. Zo'r. Shu imkon qadar to'liq o'radik va yana zo'r tomoni Toshkentdagi filiallarimizda joy bartirmand-ku. Samarqand yana o'zgacha bo'ldi. Mana ota-onalar kelsa bemalol parkovka bor. O'z mashinasida tashlab ketadigan bo'lsa ham mana qanaqadir noqulaylik bo'lib qolmaydi. Zo'r. Bu futbol maydoni ekan bu. Shuni mini futbol uchun. O'z bilasiz, bizda maktabimizda sportga juda qattiq e'tibor qilinadi. Bizda hozir bu sun'iy futbol maydoni, keyin basketbol, voleybol maydoni bor. Ichkarida yog'ingarchilik payti yoki qish mavsumida zamonaviy ichki zalimiz ham bor. Bundan tashqari bolajonlar mana ba'zan charchaganda ko'zlarini dam oltirish uchun shashka yoki stol tennislar joylashtirib qo'yilgan. Bu ham ancha anaqa ishlaydi. Biza mana shu keling bu yoqdan ko'rsataman sizga. Sport haqida gap ketganda umuman bizani konsepsiyamiz qanaqa? Tarbiyani o'rnak bo'lish bilan qilamiz deymiz-da. Ota-onalarga aytamizki, farzandingizga biz tarbiyani nasihat bilan emas, o'rnak bo'lish bilan qilamiz. Siz biz bilan marafonda yugurdingiz-a? O'sha payt kolbani e'tibor qildingizmi? 300 ta ishlashamizmi? 330 ta odam qatnashdi. 330 ta o'quvchi, o'qituvchi aralash. Qizig'i o'qituvchilar ham yugurganida. Mana bizda nima uchun bunaqa deymiz? Mana bizning o'qituvchilarimiz orasida 42 kilometr yugurganlar bor, 20 hammasi deyarli shunaqa yuguradi. Ustozlar sportchi bo'lgani uchun o'quvchilar o'rnak oladi. Birorta o'quvchimiz majburlaganmiz. Hammasi o'zi yuguradi. O'shanda masalan 330 ta odam qatnashgan bo'lsa, bizga marafon tashkilotchilari aytayapti, bizada sport maktablarida ham bunaqa ko'p odam qatnashmagan deyapti-da. Hozir ichkarida muhitni ko'rasiz, xudo xolasa imkon qadar o'rnak bo'lish bilan. Misol uchun aytib ketay, Doniyor aka katta akalari oilada men o'rtacha, Jahongir aka bor. Sizdan keyin yana aka-ukalar sheriklikda ochilgan bu yerda. Jahongir aka ma'lumot aytaman, Ironman O'zbekistondagi adashmasam birinchi, biz taniganlarimiz birinchisimi? Ironman sharti endi internetda izlab ko'rsangiz bo'ladi, juda ham qiyin Ironman bo'lish uchun. Ham yugurish, ham suzish, ham velosipedda falon kilometrlar, xullas juda og'ir raqamlarni bitta ko'rasiz. Demoqchi bo'lgan narsam, hozir ustoz o'zlari aytganlaridek, sportga nisbatan maktabni rahbarlaridan boshlab, o'qituvchilar u o'sha uyda ishlaydigan xizmatchilar hamma o'quvchilargacha majburiy qanaqa? Masalan, men bir marta yugurdim o'sha paytgacha. Shu paytgacha yugurishni, marafon yugurishni ma'nosiga tushunmasdim. Ya'ni haligi falon kuni shahar yopildi, marafon ekan desa, hamma yugurmaga chiqar ekan deyman. Yo ertalab o'zing uchun yuravermaysanmi degan bir mazmunda. Lekin o'sha marafonda o'sha yugurganimda his qildim. Ha, marafon nima uchun kerakligini, inson ruhiyatiga, samotsenkasiga, sog'ligiga bo'ladimi, ijtimoiy bir-biriga yaqin bo'lishiga, hamma tarafdan. Men tasavvur qiling, bitta marafonga bitta maktabda o'zidan 330 ta o'qituvchi chiqayotgan bo'lsa, demak sportga nisbatan amaliy e'tibor juda. Shunaqa o'zi bizda sportda uyg'onishi ham shu ukamdan boshlangan. Ukam Ironmanga qatnashdi, keyin men qatnashdim. Barselonaga tayyorlandim. Viza chiqmagach O'zbekistonga o'tib bordim. Akam Ironman o'tdilar. 3 ta aka o'tdik. Butun jamoa sportchiligi o'zi quyidagi sportchiligida hamma uyg'onda, hamma yugurib sport bilan shug'ullanishadi. Bu koridorlarimiz, mana kirganingizda mana shunaqa koridorlar, o'quv bo'limida koridorlar kutib oladi. Imkon qadar kengroq qilganmiz. Nima uchun keng qilganmiz? Bizda dars jarayoni paytida o'quvchilarni qatnovi juda ham ko'p bo'ladi, tanaffus vaqtlarida. Bizda darslar 2 xil bo'ladi. Ixtisoslik fanlar para ko'rinishida, tarbiya fanlari yoki shaxsiy rivojlanish fanlari 1 soatdan 45 daqiqadan bo'ladi. Va tanaffus paytida 10 daqiqa, 5 daqiqa tanaffusda o'quvchilar sinfiga joylashib olish kerak-da. Keling, men sizga tushuntirib beraman. Deylik, ikkalamiz sinfdoshmiz. Lekin kimyodan siz boshqa sinfda o'qiysiz, men boshqa sinfda o'qiyman. Sinfdosh bo'lsak ham. Nima uchun? Chunki sizning bilimingiz boshqacha bo'lishi mumkin, mening bilimim boshqacha bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling, siz mana bu xonada o'qiysiz. Men bu xonada o'qiyman kimyodan.
ikkalamiz sinfdoshmiz lekin chiqish qo'ng'irog'i chalindi, endi ingliz tili boshlanadi. Ikkalamiz ingliz tili bilim darajamiz bir xil bo'lsa, ingliz tili xonasiga birga boramiz. Ha, sinfdoshlik fanlarga nisbatan ekanda demak, yoshga nisbatan emas. Yoshga nisbatan ham qaysidir ma'noda, lekin masalan yana ham bo'lindi-da. Shunaqa, qarang mana oddiy maktablarda masalan siz 7-A sinfda o'qiysizmi? Hamma fandan 7 A da o'tirishga majbursiz. O'sha 20 ta bola bilan 20 ta bola birga o'tirasiz. Lekin bu yerda qanaqa bo'ladi? Sizda bir 80 tacha sinfdoshingiz bo'ladi. Har xil fanlarda 20 tadan o'quvchi bor deylik. Bular aralashaveradi fanga qarab. Bilimingiz to'g'ri kelib qolsa bitta sinfda o'tirasiz, to'g'ri kelmasa har xil. O'sha sababli tanaffus vaqtida ko'p qatnov bo'ladi. Mana shu qatnovda tirmat bo'lib qolmaslik uchun ham kengroq koridor qilishga harakat qilamiz. Tushunarli. Va bizada e'tibor qilsangiz, ta'lim hududini his qildirish uchun juda ko'p eslatmalar qilamiz. Masalan, qarang, odob saqlang, ta'lim dargohidasiz. Va xuddi shunaqa narsa juda ko'p yozganmizki, bu yoqqa Samarqand ochdik, bir zo'r voqea bo'ldi. Samarqand ochdik, bizga sezilmaydi. Samarqanddagi xodimlarni oldikda Toshkentga malaka oshirishga olib bordik. Va ular aytishyaptiki, ular davlat maktabida ishlagan, xususiy maktabda ishlagan. Ustoz deyapti, bular bu qanaqa tarbiya qilgansizlar? Hamma tinch, sokin, yo'ldan o'tadi, o'ng tarafdan o'tadi, salom beradi deyapti. Bizga o'zimizga bilinmas ekan. Norma bo'lib qolgan. Norma bo'lib qolgan. Va keyin yaxshilab qarasam, rostdan ham shunaqa ekan. Keyin xudo xolasa biz ham umid qilamiz, Samarqandga xuddi shunaqa umid qilamiz. Taxminan 6 oycha moslashga vaqt o'tadi-yu, lekin xudo xolasa bu narsalar o'zini oqlaydi. O'sha muhit shunday bo'lishiga ishonishning asosiy narsasi rahbarlar o'sha narsaga amal qilib turganda-da o'zi. Rahbarlar odob bo'ladimi, tarbiya bo'ladimi yoki mana shu jim yurish bo'ladimi, nima, sport bo'ladimi? Shunga amal qilindimi? Qolganlar jamoa o'sha o'quvchini ham jamoa deb hisoblaymiz, o'qituvchini ham hamma birdan moslashadi rahbarlarga. Va asosan bizning ustozlarimiz juda ko'p o'rnak bo'lib berishadi. Ustozlar hammasi yo'lda o'ng tarafdan yuradi, shovqin solmaydi, o'quvchilar sekin-sekin moslashadi. Biz ham sinfxonalarni bir tanishtiraman. Bitta narsa aytay, biz sinfxonani hashamatli qilishga, bezatishga odatda urg'u bermaymiz. Lekin sinfxonalarimizda ta'lim uchun kerak bo'lgan hamma narsani topsa bo'ladi, komfort topsa bo'ladi, lekin hashamatga kerak bitta. Ko'rsataman. Marhamat. Bismillah. Xullas, sinfxonalarimiz ko'rinishi mana shunaqa. Bu yerda umuman sifatli ta'lim bo'lishi uchun o'zi xalqaro standartlar aytadiki, 3 narsa bo'lish kerak deydi. Birinchisi o'qituvchi zo'r bo'lish kerak deydi. Ikkinchisi xonada kislorod yetarli bo'lish kerak deydi. Ha, kislorod yetarli. Va uchinchisi anaqa kislorod yetarligidan tashqari yorug'ligi yaxshi bo'lish kerak deydi. Mana shu 3 ta narsani agar ta'minlab olsak, o'quvchi yerda o'tirib dars qilsa ham yaxshi qiladi. Ha, parta stoldan ko'ra xonani havosi, kislorod yetarliligi va yorug'lik yaxshiligi birinchi o'rinda. Shunaqa muhim. Endi qarang, men sizga tushuntirib bersam, mana xonamiz, e'tibor qilsangiz, o'quvchi bu yoqqa qarab o'tiradi va yorug'lik, tabiiy yorug'lik chap tarafdan tushadi. Hamma xonalarimiz chap tarafdan tushadigan qilganmiz. Buni pedagogik asosi nima desangiz, pedagogik normalarga ko'ra o'quvchini chap tarafdan yorug'lik tushishi kerak, tabiiy yorug'lik. Chunki hamma o'ng qo'lda yozadi. Agar bu tarafdan yorug'lik tushsa, qo'lini soyasi tushadi, bu uzoq muddatli ko'zini nuriga ham ta'sir qiladi, ta'lim olish jarayoniga ta'sir qiladi. Qarang, mayda elementga o'xshab ko'rinadi-yu, rostdan ham men bu tarafdan men ruchkani oldim, yorug' bu yoqdan tushyapti. Doimiy men yozayotgan yozuv ustiga soya tushib turadi. Shunaqa. Qo'limdagi. Bu ta'lim olish jarayoni juda ham sekinlashtiradi. O'shaning uchun bu har bitta mana shu yorug'likka e'tibor qildik. Endi e'tibor qilsangiz, xonalarimiz balandroq. Bu kislorod masalasi karbon dioksid tez to'lib qolmaydi xonaga. Orada shamollatib turiladi, o'quvchilarga qisman qilinadi, lekin karbon dioksid sekin to'lgani uchun, kislorod uzoq vaqtga ta'minlangani uchun bu ta'lim olishni yana ham kengaytirib, yaxshilab beradi. Haligi bosh og'rib qolmaydi, boshqa ya'ni miya doimiy toza havoda yashagan bilan haligi shaharda yashaganda farqiga o'xshab. Zo'r misol keltiraman shu narsada. Ya'ni bundan tashqari mana o'quvchilar e'tibor qilsangiz, xonamiz 24 kishiga moslashgan. Bizda 24 ta deyarli bo'lmaydi. Chunki o'quvchilar axloq sababli haydaladigani bor, yaxshi o'zlashtirmagani haydaladigani bor, lekin kimdir haydasa o'rniga kimdir qo'sha olmaymiz biz. Chunki bilim darajasi mos bo'lish kerak deb tushunarli. Tushunarli. O'rniga bittasini qani o'qib ko'rchi deb qo'shib bo'lmaydi, aytganingiz orqada qolib ketdi. Orqada qolib ketgani uchun o'shancha qo'sha olmaymiz. O'shancha 20-24 kishiga moslashgan va bu ham xonadagi kislorodni yetarli bo'lishini ta'minlaydi. Chunki masalan, hozir ochiqdan aytish kerak, davlat maktablarida kollaps boshlandi. Bitta sinfda 40 talab odam o'tiribdi va o'sha ikkisi bormaydi e'tiborga. O'sha ham ustozga e'tibor etmay qoladi, ham kislorod yetishmovchilik boshlanadi. Mana shu narsa. Xullas, mana eng muhim ta'lim kerak bo'lgan narsa, mana e'tibor qiling. Endi bundan tashqari o'quvchilar bizda yoshlar ko'p, 5-sinfda boshlaymiz-ku, ular endi o'sib rivojlanayotgan holda, men o'zim o'tirib ko'rmagan stullarni qo'yganmiz. Ochig'i siz ham qanaqa stulda o'tirasiz? Yo'q, shunday bizda darimizda yangi maktab, eski maktabda ham yashaganmizda, o'qiganmiz, yangisida ham. Ya'ni eskisi u sizlar o'qigan paytdagi eski qattiq stollar, temir stul bo'lardi. O'yib ruchkalar qo'yadigan joylari bor bo'lgan. Yangilangani ham bunaqa emasda. Hozir umuman boshqa
qancha daraja Bu qarang, hozir ortopedik stulga qo'yilgan umurtqa pog'onasiga o'tirib ko'rsangiz bo'ladi. Men o'zim ora-ora bir o'tiraman-da. Maza qilasizda umurtqa pog'onangizga qarang. Rosa, men bu yer bu massaj qilganday bo'lar ekan men bu yer. Shunaqa. Va mana u ham o'quvchini tik turishga majbur qiladi. Ham bu buklangan ko'zgacha zo'r ushlab turadi. Ham umurtqasiga juda katta foyda beradi. Ya'ni tik turish bunda oson ekanda. Shunga yordam berib turibdi. Bitta yordam beradi. Ham yumshoq-ku, manaqa yog'ochmas. Botmayapti. Botmayotgan uchun ham terlamaydi deng. Shunaqa. Imkon qadar bularga e'tibor qilishga harakat qildik. Mana doskani qarang, bizda doskada hali ham o'sha klassik borli doskada. Markeriga ko'pchilik aytdi, mana yozib ko'rsangiz, maza qilib yozasiz-da. His qilasizda bunda? His qilasiz. Shunday. Bunda qarang, bir qancha ilmiy asoslari bor-da, sizga qilib beraman. Ko'pchilik markerga o'tmaysizlarmi, zamonaviy dunyoda yashayapsizlar deyishdi. Yo'q, bunda mana yashillik insonning ko'ziga eng yaqin bo'lgan vizual tasvir. Yashil bilan qora. O'shani shuni saqlab qoldik. Bundan tashqari bizdan fanlar og'ir-ku. Tayyor slayd ko'rsatadigan bo'lsangiz yoki tayyor yozuv ko'rsatadigan bo'lsangiz, o'quvchini fikrlashi bilan ko'rsatilayotgan ma'lumot sinxron ketmay qoladi. O'qituvchi sekin yozgan paytda o'quvchini fikrlashi yetib oladi. O'sha fikrlash yetib olishi juda ham muhim bizda. Doskani sekin to'ldirib yozadi. U ham bitta narsa. Endi keyingiz qarang. Yana bitta narsa aytib, Angliyaga bordik-da biz. Bizdan davlat ancha orqada qolib ketgan bo'lsa kerak, o'sha ta'limdan deb o'yladik-da. Bizani xursand qilgan narsa Hongriyaga borganmiz, Kembridjga bordik. Doskalar bundan xunuk. Taxtani ustida esiz biz qora bilan bo'yalgan doskalarimiz bo'lardi-ku. U eski. Shunaqa sifatdagi yashil yoki qoraga bo'yalgan doskalar u yoqda ham turgan ekan. Biz aytdikki, hali ham demak, borli doskalar hali ham trendda qolmagan. Klassik bo'lsa ham biz saqlab qolamiz dedik-da, olib qoldik. E'tibor qilsangiz, doskalarimiz 2 qavatli. Nima uchun bunaqa qilganmiz? Bizda fanlar og'ir-ku. Bitta mavzuni yoki bitta bo'limni tugatguncha o'quvchilarda ichkarida aniq sensor doskalarimiz bor. Hozir men aniq beraman sizga. Bitta bo'limni tugatguncha o'qituvchi doskani o'chirmaslik kerak edi. Chunki hazm qolish kerak. Hazm qolish. Hammasini yozasiz. Keyin bolajonlarga endi qaranglar, mana butun bugungi birinchi bobimizning mavzu mana shu. Endi bir-birida miyasida integratsiya qilishga, assotsiatsiya qilishga juda ham zo'r imkoniyat bo'ladi. Doskani kengligi, yuzasining kattaligi juda katta foyda beradi. Va endi bizda o'sha boya ko'rganingizdek, bu yoqqa to'liq smart panellarni qo'yganmiz. Zamonaviy texnologiya. Zamonaviy texnologiya o'zi hamma xonamizda bor bu. Va deyarli hamma darslarimiz o'sha tasavvur qilish qiyin bo'lgan vizual effektlarni bu yoqda slayd orqali ko'rsatadi. Bo'lmam masalan laboratoriyada qilish qiyin bo'lgan, masalan atomni tasavvur qilish qiyin-da. Unga o'xshagan narsalar virtual laboratoriya qilib ko'rsatib berishadi. O'quvchilar ham o'zlari yozib, zo'r imkon qadar mana shu doska masalasini ham shuna hal qilganmiz. Bu joyda nima bor? Qarang, masalan, shkaflar qilganmiz har bitta o'quvchi uchun. O'quvchini shaxsiy hududi bo'lishi maktabga moslashib ketishini juda ham tezlashtirib beradi. Masalan, o'zini shaxsiy partasi bo'lishi yoki shaxsiy hududi bo'lishi, bu o'sha effekt va birortasiga qulf kalt qilinmagan. O'quvchilar bir-biriga ishonchini oshirib berish uchun. Shubha bilan qaramaydigan shubha bilan qaramaydi va har birini o'zini anaqasi bo'ladi va o'quvchilar og'ir sumka ko'tarib yurishni ham sal oldin olish uchun. Chunki keraklilarni olib xonalarga kirib ketaveradi. Shunaqa. Va bu yoqda formasini saqlaydi. Aytgancha bizda forma aytmaganman sizga. Oq holatda o'tiradi o'quvchilar to'liq. Ya'ni meditsina bo'yicha mutaxassisday his qilib, hozirdan buni qarang, mana masalan ota-onalarga bitta ko'rganda o'zini tibbiyot xodimi sifatida his qilishdek tuyuladi, lekin juda ko'p effektlari bor. Mana bir qanchasini sanab beraman. Birinchisi, o'sha xalatda olarkan ota-onasi, biz sovg'a qilamiz bittasini o'zlari olishadi. Olarkan, bu bolam shifokorlikdagi birinchi xalating deb niyat qildirsa, u niyatiga alohida yetkazadi. Bu birinchi masala. 5-sinf bola kiyapti deydi. Unga shunaqa masalan tasavvur qiling. Agar o'zingiz kir kiyim kiysangiz, o'zingiz boshqacha tutasiz. Kostyum shim kiysangiz, boshqacha odamga aylanasiz-ku. Kiyim odamga ruhiyat beradi-da. Bu bittasi xalat masala. Ikkinchisi qarang. Bizda baribir xususiy maktab bo'lganimiz uchun ota-onalar har xil darajadagi ota-onalar bor. Ba'zilari qiynalib yashaydi, kira qiladi, farzandini o'qitadi. Uchun ish to'layapti degan. Uchun ish to'laydi. Men rahmat aytaman shunaqa ota-onalarga. To'g'risi, masalan, hozir Buxorodan, Xorazmdan ko'chib kelib, Qorasuvda ijara turib, bu yerda o'qitmoqchi bo'lganlar bor-da. Barakat olsin. Men to'g'risi, bularning mas'uliyatini men qattiq bosib qo'yadi. Qanaqa bir oqlab beramiz deydigan mas'uliyat bor-da. Keyingisi puldan muammosi yo'q bo'lgan, zo'r sharoitda yashagan ota-onalar bor. O'rta miyonlar bor. Endi mana shu joyda ayniqsa qizlarning orasida kiyinish bo'yicha raqobat ketib qoladi. Shunday. Bu xalat hammasini yopadi. Va yana bir zo'r tomoni bor. Vaqti keladiki, mana bahor yoz mavsumida endi hammani bitta qolipga tushirish qiyin. Ba'zi o'quvchilar yengilroq kiyinishi mumkin. Va qizlar masalan, yengilroq, yengi ochiq bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Va mana birinchi partada o'tiradigan bo'lsa,
orqadagi o'quvchi dars qilmaydi baribir. Xayolini baribir buzadi, chunki o'smirlik paytida hamma bir xil holatda bo'lsa, hech kim xayolini bo'lmaydi. Bu yergacha yopiq qilingan. Yangi bu yoqqacha yo'q, past uzunroq. Va bu juda ham bizga zo'r beradi. Masalan, darsga kiraman, maza hammasi oppoq. Ba'zan bu treningga boshqa joylarga chaqirishadi. Ko'zimga g'alati ko'rinadi. Hamma har xil oq qora kiyim bo'lsa g'alati ko'rinadi. Qattiq chalg'imasligini ham juda ta'minlab bergan. Partda qarang, oppoq. Bu yerda mana bitta qora narsa bo'lsa, e'tibor jalb qilganda, ya'ni hamma har xil rangda bo'lsa, hamma har xil narxdagi kiyim-kechakda bo'lsa, bir kishi siqilib o'tiradi, men sharoitim yo'q deb. Bu o'quvchilarga kim o'zlariga o'ynamasligi ham yordam beradi va ko'pchilik so'raydi, qiz o'g'il alohida o'qita olasizlarmi deb. Endi bu bilasiz qiyin masala va qonuniy jihatdan ham iloji yo'q. Lekin bizda qiz bilan o'g'il hech qachon bitta partada o'tirmaydi. Bu kamera bilan nazorat qilinadi. Zo'r. Bir-birini qo'l berib salomlashmaydi, bir-birini o'tirmaydi. Tarbiyaviy jihatdan hamma alohida o'tiradi. Zo'r. Va bu yana bitta o'quvchilar tarbiyaviy jihatdan ham katta bizga plyusiga ishlaydi. Va e'tibor qilsangiz, hamma xonaga kamera degandek, hamma xonalar kamera bilan jihozlangan. Ovozi bilan yozadigan-a? Shunaqa, bu ovoz bilan yozadi. Va nima deb o'ylaysiz? Nima uchun o'sha burchakka qo'yganmiz? Bu yoqqa emas yoki bu tomonga emas. Buni har tarafdan test qilib ko'rganmiz-da biz. Bu yoqda qo'yishimizda bir alohida sabab bo'lgan. Biz bu yoqda qo'yganimizda o'quvchilarni zo'r nazorat qila olganmiz. Lekin eshik nazorati qolgan ba'zan. Biz u yoqqa qo'yganimizda eshik nazorat qila olmaganmiz ba'zan. Lekin bu yoqqa qo'ydik, biz ham o'quvchilarni nazorat qila olamiz, ham o'qituvchining dars sifatini tekshira olamiz. Doskaga nima yozganlarigacha ko'rinib turadi. Shunaqa. Bizda darsning mazmunini, bizda sifat nazorat bo'limi, bir Toshkentga borsangiz, bosh ofisimizni ko'rsataman. Alohida sifat nazorat bo'limida hozirgi kunda 8 ta xodim ishlayapti. Ular to'xtovsiz kompyuterdan ko'zini uzmasdan 45 daqiqa darsimizni to'liq kuzatadi va 5-10 daqiqa tanaffusimizni sekundma-sekund, minutma-minut kuzatadi. Ba'zan 1-2x qilib ko'rar, lekin hech narsa qoldirmaydi. Bunda nima effekt bo'ladi desangiz, bolalarning tarbiyasi bo'yicha bolalar odatda darsda yaxshi o'tirib, tanaffusda qilig'ini ko'rsatadi. Bir-birini haqorat qilish mumkin, qo'polliklar qilish mumkin. Bu tarbiyaning shakllanishiga to'sqinlik qiladi. Bu bir. Ikkinchidan, hozir ochig'i kamerada maktab shakllangan paytida boshida 3 oy 4 oyda shunaqa qo'pol holatlar kuzatiladi. Maktab yangi paytida ko'rib, men qo'rqib ketaman. Chekadigan bor. Psixotrop moddasini yoniga olib kelib qo'yadigani bor. Bilmaysizku, siz uni dori deb o'ylaysiz, nazivin deb o'ylaysiz, suv deb o'ylaysiz. Har xil ko'rinishda qilinyapti-da, o'sha xillikda keyin ortiqcha gap qilishni boshlaganda biz kameradan ovozni eshitib qolganmiz, uni o'quvchini haydaganmiz. Va bu joyda men ota-onalarga nima aytaman? Biza farzandingizni atrofida bezori, axloqsiz, chekadigan, noto'g'ri xulqi bo'lgan bola bo'lmasligiga biz kafolat beramiz. O'sha bola topildimi, o'sha kuni haydaymiz. Unga imkoniyat berib o'tiriladi. Umuman imkoniyat beriladi. Chunki mas'uliyat kattada, boshqalarga yana zarar yetkazish. Shunaqa, masalan, toza olmani oldiga chirigan olma qo'yma deydi-ku. Biz u o'quvchi yaxshi o'qisa ham, yaqin tanishimni, hattoki jiyanim bo'lsa ham haydayman. Bunaqa holat ko'p bo'lgan. O'shaning uchun aytdim-ku, sinfda xonada tez-tez bo'shab qoladi va 24 ta o'quvchi o'tirmaydi, ba'zan 18 ta qoladi. Masalan, Chilonzor filialimizda sentyabrdan hozirgacha 37 ta o'quvchi haydalgan. O'sha xulqidagi kamchiliklar sabab. Biz imkon qadar mana shu narsani ta'minlab beramiz. Bitta filialda 37 ta o'quvchi haydalyapti. Bitta filialda. Siz biznes qilayotgan ekansiz. O'z ta'lim biznesini noni qattiq deydi, yana bo'lib ham agar mana shunaqa bir qattiq tartib intizom bilan bo'lsa, yana ham nima deyim, moddiy taraflama, bu maktabdan foyda qilish taraflama qiyinlashadi, lekin bu odam ichidagi shu vatanga bo'lgan, kasbga bo'lgan mas'uliyat bo'lsa kerak. Shunaqa, xuddi shunaqa. Bu alhamdulillah Alloh taolo bizga qalbimizga soldi, qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Bu joyda bilasizmi? Faqat nasihat bilan o'rnak bo'lishdan tashqari qisman nazorat ham kerak ekanda. Nasihat qilganingiz bilan baribir bola o'zida tanaffus vaqtida qilig'ini o'z holiga tashlab qo'yganingizda yana bo'zishmaydi. Yana o'zi takrorlanadi. O'shaning uchun kameralarni boshida nima qilamiz? Men aytgancha, telefon masalasini aytib ketdik. Bizning maktabda telefon maktab hududida ham, uyda ham, ko'chada ham ishlatish mumkin, mutlaqo mumkin emas. Smartfonlar. Internetga kiradigan, video qiladigan. Mumkin emas. Qarang, nima bo'ladi? Biz o'quvchi agar smartfon bilan kelib qolsa, maktab hududida ishlatmasa ham, kelib qoldimi, to'lov narxi 1 millionga oshadi. Shartnoma asosida shartnomaga kiritganmiz. Yana bir marta tushadiganimiz maktabdan haydaladi. Biz mana butun Yevropa ham, birinchi Avstriyada boshlab berdi, 16 yoshgacha bo'lganlar telefondan cheklashni. Qonun bo'ldi chiqdi, qonun chiqdi. Biz O'zbekistonda qonun loyihasi ishlab chiqarilyapti. Biz xursand bo'ldik. Yaqinda ko'rib qoldik. Bu qonun loyihasi chiqmasdan oldin biz o'tgan yil sentyabrda bu narsani amalga oshirdik-da. Hozir maktab hududida hech kim telefon ishlatmaydi. Uyda ham ishlatmaydi. Biz buni qanaqa nazorat qilamiz? Yana kamera bilan. Ya'ni kirayotgan bittalab titrlab tekshirmaysiz-ku, titrlatib o'zi kiradi. Klavishli telefon, knopkali telefonga ruxsat bor, tugmaliga va ketdim-ketdimga ota-onasi bilan muloqot qilish oddiy knopkali telefon mumkin. Keldi, lekin uni ham sinf rahbariga beradi. Endi qarang.
Deylik, qanaqadir uslub bilan yashirib olib kirdingiz, seza olmaydi, qayerdan biladi deb o'yladi, lekin o'quvchi biz kameradan to'xtatib ko'radi-ku. Tanaffus vaqtida qo'lda ishlab turganlarni ko'ramiz-da. Buni jarimaga uchiramiz va yana bir marta ko'rsa haydaladi. Va bizning sifat nazorat bo'limimizga KPI qo'yilgan. Nechta telefon topsa shuncha oylik oshadi. Ali, prokuror. Ayb izlash kerak. Ayb izlash kerak. Keyin ko'chiruvchi o'quvchilarni topsa yana oylik oshadi. Mana shunaqa ish qilingan uchun bir marta bo'ladi. Biz uni keyin prezentatsiya qilib videosini qo'yib beramiz o'quvchilarga. Mana biz ko'ryapmiz, telefon ishlatgan ko'rdik, mana yuziga bijir-bijir qilib qo'yib beramizda. Keyin birorta hech kim ishlatmaydi. Shu bilan taxminan 3 oy qiynalamizda. Boshda Ali o'zini qoidasini o'tkazishga harakat qiladi, yangi o'quvchilar. Keyin oxir taslim bo'ladi yoki ketadi. Keyin bir ota aytdi-da menga, farzandlarini tog'ga olib chiqdik. Masalan, qarang, siz o'zingiz tog'ga chiqsangiz, endi bizning avlod bilan nima qiladi? Hozirgi yoshlardan so'rayman-da. Tog'ga chiqsang, bolam nima qilasan desam, birinchi rasmga olaman deydi. Maqsad tog'dan bahra olish bo'ladi-ku. Hozir o'tganda biz tog'ga bolalarni olib chiqdik, azalga ketgan. 300 ta bola chiqqan, birortasida telefon yo'qdi. Qanday maza? Dadasi aytayapti menga, rahmat sizlarga. Yaxshi o'qitmaganinglarda ham, mana shu muxtiylarni o'zi menga kifoya qilar deyapti-da. Alhamdulillah, Alloh taolo mana yaxshi nasib qildi. Imkon qadar muhit sog'lom qilishga harakat qilyapmiz. Keyin yuraveramiz, meni bitta haligi e'tiborim jalb qilgan. Men rakmini aytib beraman sizga. Biz imkon qadar har bitta xonaga birorta xona qolmagan rakmini qo'yib berganmiz. Bu birinchidan gigiyena uchun, ikkinchidan biz laboratoriya maxsus xonasidan tashqari kichik laboratoriyalar sinfxonada ham qilamiz. Unga foydalanadi va eng zo'rini aytaymi sizga. Biz borli doskadan foydalanamiz-ku. Qo'l yuvadi, o'qituvchi boshqa qiladi, lekin oradan bir 2-3 oy o'tadi-ku. O'qituvchiga mana bu doskaning matosi bor-ku, o'quvchilar ushlatmaydi keyin. O'quvchilar mana o'qituvchi doskaga yozib, bo'ldi, bolajonlar o'chiraymi deb qo'lini uzatmasdan bittasi turib o'chirish boshlaydi-ku. O'qituvchiga xizmat qilish kerak, ustoziga. Mana shu xizmat qilish uchun kamida bitta imkoniyat. Chunki elementing, kamida. O'sha ham joyda yuvadi, joy doskani ustozdan keyin oldin artib tozalab qo'yadi. O'zi biz uchun juda ham yaxshi naqa bo'lgan. Shunaqa sinfxonalarimiz imkon qadar nashna qilishga harakat qilganmiz. Ajoyib. E'tiborim jalb qilgan narsa nima demoqchi edim? Boya aytganingizdek, bitta oddiy maktabda, bitta sinfda 20 ta o'quvchi bo'lsa, 20 ta sinfdosh bo'ladi va o'zgarmaydi-ku. Bu aytaylik, bu yerda hozir 4 ta shunaqa 20 talik sinf bor bo'lsa, masalan 5-sinfda, demak, hammasi bilan sinfdosh aralashadigan bo'lgani uchun meni bitta narsa xursand qilgani, o'zim o'qigan sinfdan ham eslayman. Boshdan bosh salohiyati sal sustroq bola bir yiqiladi, shu bilan qolib ketadi orqada. Ya'ni samatsenkasi tushib ketadi, o'qituvchidan gap eshitadi, boshqa bo'ladi. Nimaga? Chunki yaxshi o'zlashtirayotgan bola, o'rtacha o'zlashtirayotgan bola undan tez ketaveradi. U keyin oxir taslim bo'ladi. Bo'ldi, demak menga emas ekan o'qish, boshqaga. Ya'ni bu yerda bitta narsa bor, o'sha eng sekin o'zlashtirayotgan bolaning ham sinfdoshlari bor-da. Ya'ni u yolg'iz emas. Ya'ni bu yerda taslim bo'lish yo'q. O'sha bola yana saldan keyin o'rta guruhga chiqa olishi mumkin. Zo'r, men qarang, hozir zo'r narsa aytyapsiz. Mana eng sekin o'zlashtirayotgan bola hamma fandan sekin o'zlashtirmaydi u. Kimyodan sekin o'zlashtiradi, inglizda zo'r bo'ladi. O'zini qobiliyati zo'ridan zo'rida o'qiydi, pastidan pastroqda o'qiydi. Va har bitta semestrda biz uni o'sgan bo'lsa kuchliroq gruppaga olamiz o'zi. Bemalol yangi kuchliroq gruppaga o'tish imkoniyati ham bor. Shu yerda bitta narsaga, men hozir bu yerda bitta narsa bor. Bitta sinfda har xil darajadagi o'zlashtirgan o'quvchi bo'lsa, o'qituvchiga ham qiyin-da. Juda qiyin. 45 minut vaqt bo'lgandan keyin, yaxshi o'zlashtirayotgan bolani ham bo'ldi, sen bilib olding-ku deb qo'yish kerak emas. Chunki bu zo'r o'zlashtiryaptimi? Yana ham katta anaqalar berish kerak. Vazifalar, bir navbatdagi va anaqalarga o'tish kerak. Lekin bunga e'tibor qilaman desa, eng sekin ketayotgan qolib ketib qoladi. Bu yerda yechim o'qituvchiga ham oson bo'layapti. O'qituvchiga qulay. Zo'r. Keyin har bir o'quvchini shu doim bandasida qarasa, har biriga nimadir salohiyat aslida berilgan. Faqat hamma uchun bitta standart qilish majburiy bo'lgandan keyin o'sha standartga ilinmay qoladi-ku. Masalan aytaylik, men bu fanni mana bu tezlikda o'zlashtirishim kerak degan, o'shani o'zlashtira olmay qoldi. Shu fandan olgan travmasi bilan qolgan fanlarga bo'lgan anaqani tushib ketishi mumkin. Zo'r tahlil qildingiz. Biz o'z mana shu narsalar hammasini hisobga olib shu joyga qilganmiz, lekin zo'r tahlil qildingiz. Baraka toping. Biz keyin o'sha o'quvchilar doim esdan chiqmasin, men bu yozuvga ko'rmasam tushib turadi. Kamera ishlamoqda, ichki tartib-qoidalarga amal qiling. O'quvchilarga doim eslatib turamiz. Mabodo tanaffus vaqtida yana ramkadan chiqib ketib qolmasligi, ya'ni erkin boshqa noto'g'ri. Bu taxminan 3 oy 4 oyda o'zi hammasi qolib ketadi, o'zi hammasi sekin odobli bo'lib tartibga amal qilib ketadi. Keling, boshqa joylarni ko'rsatib beramiz sizga. Bu yerda sinfxonalarimiz hammasi shunaqa, xuddi shunaqa jihozlangan. Bu yerda ham bir qancha sinfxonalarimiz bor, ustozlar xonasi bor. Bu yerda filial rahbarimiz, direktor xonasi bor. Keling, ko'rsatib beramiz sizga. Qani, yo'l boshlaymiz. Kelamiz.
Assalomu alaykum. Og'a, salomat, salomat yaxshimi? Xudo Muhammad Yorjon. Bizani eng yaqin shogirdlarimizdan va umuman strategik kengayishimizda o'quv bo'limiga eng katta jonbozlik ko'rsatgan shogirdlarimizdan. Hozir Samarqand endi yangi filial bo'lgani uchun to oyoqqa turguncha o'zim bilan bular shu yerda bo'lib turamiz, xudo xolasa. Birga rivojlantiramiz. Ajoyib. Shinamxona degan bo'lsa, shinamxona, lekin kichkina xona. Masalan, nima uchun kichkina qilganmiz bu xonani? O'zi direktor xonasini qancha hashamat qilsangiz, o'quvchilarga shuncha tan narxi oshadi. Biz boshqa joylarni imkon qadar mana shu kichkinaroq qilishga harakat qilganmiz. Bu ham mana o'qituvchi, direktor imkon qadar hamma narsaga dastupi bo'lsa, qo'li yetsa, ishlovsa bo'ldi degan maqsadda qilganmiz. Va bundan tashqari bu direktor uchun alohida mana kameralar qilib qo'yganmiz. Bular istalgan joyda muammoni joyida aniqlash uchun yoki o'sha tezroq yechim qilish uchun qilingan. Lekin bu sifat nazoratlik emas. Yuqorida aytgandek, sifat nazorat markazlashgan tizim orqali har bitta o'quvchini va dars sifatini markazdan tekshiradi. Yuqorida ko'rsatgan kamera tepadan burchakdan dedim-ku, doska ko'rinadi va doskadagi har bitta ta'lim jarayonini detalli ko'radi. Bu yerda shunchaki umumiy nazorat uchun qilingan. Shunaqa. Xullas, oddiy xona qilingan. Mana bu narsani ko'rsatdik. Bu Muhammad Ersan kim bu? Mana o'rnak bo'lish sanaqasini ko'rsatib ketaymi? 50 kilometr. 50 kilometr 50 kilometrga mi shart bor? Ha, Zomin ultra marafonda 50 kilometr, tog'da yana 50 kilometrda. Qarang, mana shu ukamiz, shogirdimiz 50 kilometr yugurgan. Va endi buni mana shu bitta medalni o'zi o'rnak bo'lishga kifoya qiladi o'quvchilarga. Va qolganlari ham shunaqa o'zi. Hammasi olib kelmayapsan, Muhammadjon, 42. 40 kilometr. Men o'tgan safar 5 kilometr yugurdim. 5 yugurmadi. Xudo xolasa jamoamizga qo'shib olib. Xudo xolasa keyingi 10 qilaman deganman, lekin 5 ham normal. 42, mana 21. Mana nima? Muhammadjon, bu ham 42miz. Bu ham Toshkent marafoni. Mana shunday yugurdim men. Bunda 42. Xullas, mana shunaqa o'zingizlar taxlab qo'yasizlar. Zo'r. Xullas, mana shuni hisobidan o'rnak bo'ladi. Keyingi yil bu medallar ko'payib ketadi bu yoqda. O'zi o'quvchilar bir marta chiqsa bo'ldi ekan, tushunar ekan. Ham atrofidagi yondagi sheriklari bilan bo'ldi, qiziqish oshadi. Shunaqa. Va hech kim majburlamaymiz-da, o'zi chiqadi. Biz Samarqand marafonga baraka topib avtobusda joy to'lib qoldi desak ham, ota-onasi qo'shimcha pul to'lab, qo'shimcha avtobus qilib Samarqand marafonga olib kelishdi. Juda ko'pchilik kelganmiz Samarqand marafonga. Keling, pastda bizada endi bu yerda ota-onalarga ham ta'limda tizim, bu yerda tarbiyada nima muhimligini yaxshi tushuntirilishidan-da dalolat bu, ya'ni ota-ona ham to'g'ri tushunyapti, masalan, yugurishda ahamiyatini, sportda yoki bo'lmasa mana shu yerda tinch yurish yoki telefon ishlatmaslikda ahamiyatini. Bo'lmasa, yo bolamni o'ylayapman deb, masalan, ayniqsa onalar haliga qo'ymasa kerak, to'g'rimi? Bolam qayerligini bilmayapman, lokatsiya tashamayapti, video tashamayapti deb, to'g'rimi? Boshida biz ham telefonni taqiqlagan paytimizda ba'zilar aytdiki, biz zamonaviy texnologiyadan orqada qolib ketadi deydi. Vaholanki biz maktabda prompt engineering va kompyuter savodxonligi bo'yicha dars qo'yamiz. IT bo'yicha alohida darslar bor. Dars bor va har bir o'quvchiga MacBook beramiz o'sha paytda. Hech qanaqa orqada qolib ketmaydi. Texnologiya yangisi bor deydi. Faqat kerakli joyda ishlatadi. Shunaqa. Keyin Yandex masalasini o'ylab muammo qilishtasizgina. Bizada o'sha qabulda o'tirgan boyagi administratsiyadagi qizlarimiz, ular Yandex ham chaqirib beradi ekan. Ketayotganda masalan ota-ona aytayapti, o'zi kela olmaydi, bolamni taksiga o'tkazib jo'natib yuboring. Va uni ham yechimni qildik va shu bilan ancha anaqa bo'lib, ota-ona tushundi. Zo'r. Demak, qisqa qilib mana shu yerda mana xavotir bo'lib qolmaslik uchun ota-onalarda, demak, telefon ishlatmagan holatda ham ishlatib yurgan farzandi qo'lida telefoni bor holatdagidan anaqa noqulaylik joyi yo'q. Bemalol kelib ketishi bo'ladimi? Keldim deb xabar berishdan ham muammo yo'q. Agar mabodo o'zi umuman knopkali telefon ishlatmasa ham, resepsiyonga kelib telefon qilib keldim deb bola beryapti. Kamida unaqa demasa ham, qarang bitta narsa aytib, turniketdan o'tadi, SMS boradi-ku. Bu ham mayli. Sinfxonaga o'tirgandan keyin sinf rahbari farzandingiz mana palanchi partada o'tiribdi deb boshida rasm tashlagan, tashlab ham qo'yadi rasmini. Ota-onalar guruhiga. Ota-onalar guruhiga qayerda o'tirgani ham ma'lum bo'ladi. Keyin bu pastda aytgan 0-qavat. Biz 0ga tushdik. 0ga tushdik. Hali mana qarang, tabiiy orol yaxshi tushadi bu yerda. Zo'r. Shu bu minus biranda bo'lmaydi-da. Buni minus bir emas ekanda. Deraza to'liq ochiq. To'liq ochiq. Men yarim ochiq emas, to'liq ochiq. Shunga yaxshi tushadi. Bu laboratoriya. Bu bizani maktabimizning yuragi. Ilm markazi mana shu yerda. Ya'ni butun o'rgangan nazariyatlar ketdi. Olimlarda shunaqa. Anaqasi. Va imkon qadar men o'zimiz kimyogar bo'lganligimiz uchun butun dunyo standartiga moslab qilishga harakat qildik bu joyda. Hali to'liq mana hamma priborlar yetib kelishga ulgurmadi-yu, lekin skeleton qilib qo'ydik, xudo sentyabrgacha to'liq ta'minlaymiz. Bu yerda nima bor? Bu yerda alohida moddalarni xavfsiz saqlash uchun alohida xona bor. Keyin bu yerda yana shkaflar bor, qo'shimcha hamma narsalarni saqlash uchun. Keyin mana shu nima deb o'ylaysiz?
Mana shu nima uchun yuradigan balon qildi. Masalan, tepadagi anaqa ortopedik stullarimizni ko'rdingiz-ku. Shunaqa qilsam mumkin edi o'zi bu yoqqa. Lekin laboratoriyada maxsus balonchalar bo'lgan, g'ildiragi bo'lgan va mana shu aylanadigan stul bo'lishi shart. Nima deb o'ylaysiz? Mantig'i nimada bo'lishi mumkin mana shu narsa? O'tirgan holatda bir joydan ikkinchi joyga borish kerakmi? Qo'lida qanday pribori bor bo'ladi? Zo'r aytdi. Chunki hamma joyga dostupniy bo'lishi kerak, qulay imkoniyat bo'lishi kerak, bu yoqdan bu yoqqa narsa olish. Bu bir. Lekin eng muhim taraf xavfsizlik. Mana o'tirasiz-ku, mana moddani titrlayapsiz, nimadir qilyapsiz, to'kilib ketganda orqasidagi suyanchiq bo'lgandan siz tura olmay qolasiz. Olish oson. Bu juda tezroq, tezkor xavfsiz qochish uchun juda ham zo'r anaqa qilingan. Bu jahon standarti. O'tirib ko'ring, rosa anaqasi bor. Zo'r. Aytaylik, nimadir biz o'ylaganday bo'lmadi. Qochish kerak. Qochish kerak. Reaksiya birdan jadallashib ketib qolishi mumkin-da ba'zan. Lekin maktabda uni xavfli reaksiya qilmaymiz-u, lekin standart shu bo'lish kerak albatta. Standart bo'yicha o'qisa, ertaga universitetga kirganda ham shu standart davom etyapti deng. Shunaqa. U uchun u notanish narsa emas. Shunaqa imkon qadarki, mana har bitta o'quvchi uchun bu yerda hali qo'yilmagan xavfsizlik ko'zoynagi, qo'lqoplari, hamma narsasi bu yerda tezkor olish uchun qilib qo'yilgan. Biz hozir iyun oyida suhbatlashyapmiz. Shu uchun maktab sentyabr oyida tayyor bo'ladi bu filial va bu joyda birinchi o'quv yili boshlanyapti hozir. Shu uchun shovqinni ko'ryapsiz, u yoqda dir anaqa shovqin bor, bu yoqda futbol polalari qurilyapti. Sentyabrga tayyor bo'lyapti. Siz uchun sizni farzandingiz ilk yangi, ya'ni bu maktabda ilk anaqa Samarqanddagi filialda o'qiyotgan bo'lyapti nasib bo'lsa. Go'shpalar berilgan, xudo xolos bular yetib keladi. Shunaqa mikroskoplar bo'ladi, bu yoqda mulyajlar hali to'liq keladi, odamning tanalarini bemalol ko'rish. Demak, bu laboratoriya komissiya kelganda ko'rsatayotgan emasda, to'g'rimi? Realni ishlatadigan, ha? Ha, shunaqa, bu juda aktiv ishlaydi bizda laboratoriya. Vosita tadqiqot qilsa bo'ladi. Shunaqa, bemalol, masalan, tadqiqotda elementar qismdan qilsa bo'ladi. Ya'ni biz mediaga olib chiqmagan bir narsa, biz ilmiy tadqiqot instituti qilganmiz. Xabaringiz bo'lmadi, yo'qmidi? Xususiy ilmiy tadqiqot instituti qilganmiz. Juda katta proyekt bu. Hali xudo xolos duo qilib turasiz. Bir 5 yil ichida O'zbekistonning gul tojisi bo'ladi. Bunaqa proyekt topish qiyin. Hozirda o'zi juda milliardlagan katta summali grantlar yutdi. Hozir u olimlarimiz katta kashfiyotlar qilishyapti-da. O'sha kashfiyotini bir burchagini uchini olib kelib bu yoqda taqdimot qilib beradi. O'quvchilar o'sha bir burchagidagi uchidagi ishni bu yoqda qiladi. Olimning etagidan ushlab orqasiga yuraveradi. Xudo xolasa bu aktiv ishlaydi laboratoriya. O'zi aslida bu maktabni ochilishidan avvalgi tarixga ham bir shu joyda bitta to'xtalib ketaylik. Meni bilishim bo'yicha bir 15-20 yillik tarix bor. Siz shu sohani o'rgangansiz, Jahongir aka, oilaviy o'zi shu meditsina sohasi, tibbiyot sohasidagi kimyo biologiya fanlari bo'yicha olimpiadaga qatnashgansiz, xalqaro olimpiadaga va keyin shu yo'nalishda o'qigansizlar va o'quv markazi ochgansizlar Toshkentda. Bilar ekansiz hammasi. Shunaqa, xuddi shunaqa. Toshkentda eng mashhur shu yo'nalishda tayyorlaydigan o'quv markazi Chorsuda edi birinchi filiali. Keyin yana qayerlarda ochildi. Eski Turkuaz ichida bor edi. Jahongir akam birinchi o'sha yerda tanishganman-da. O'quv markazi o'sha eski Turkuaz ichida edi o'sha paytda. Boyagi Olmax degan magazin ochilgan paytlar edi o'sha paytda. 18-yilmidi o'sha paytda tanaganim. O'sha paytda bir kishi menga bitta so'zni tanishtirgan. Bular respublika bo'yicha kimyo biologiya bo'yicha eng liderlar, mutaxassis tayyorlash, o'qishga kiritish bo'yicha ham o'zlari olimpiada tartib berganda. Keyin bilsam Samarqandlik bo'lib chiqirlaysiz. O'zingiz bitta joydan ekanmizga deb. Ya'ni demoqchi bo'lganim, hozir maktab ochilishining sababi oxiri borib shu tibbiyot yo'nalishidagi olimlarni, tadqiqotchilarni chiqarish bilan tugayaptimi? Shunda bitta shu kartinka strategiyani. Qarang, bizning o'zi g'oya qanaqa bo'lgan? Ta'limda ekanligimga, masalan, Samarqandlikman-ku o'zim, Samarqand ta'lim olib, Samarqanddan chiqib ketganimga Toshkentga ilm izlab 16 yil bo'ldi-da. 16 yil deganda Samarqandga eng katta maktablardan birini olib keldik. Biz mana birinchi boshida ukam bilan olimpiadachi bo'lganmiz. Mahalliy olimpiada faqat bir olardik. Xalqaro olimpiadadan men Bakuda yutib kelganman, ukam Qozog'istondan yutib kelgan. Akam Belarusdan yutib kelganlar. Hammamiz olimpiadachimizki, undan keyin aytganingiz universitet, ilmiy ishlar bu yo'lga juda ko'p umrimiz sarfladik. Va sarflar kamizki, kimyo sanoatidagi, texnologiyalardagi, tibbiyotdagi, ta'limimizdagi, qishloq xo'jaligidagi muammolarni biz chuqur ildizigacha bilamiz-da. Va qaysidir ma'noda biz o'zimiz shu sohada maktab ochishga haqlimiz deb hisobladik. Ya'ni bu muammolarni bartaraf qilish uchun. Avval aytganingizdek o'quv markazi qildik. Maktab ochish uchun 12 yil tayyorgarlik ko'rdik. O'quv markazi 12 yil faoliyat qildi. Bolalar bilan ishlash bo'yicha tajribamiz oshdi, maktabga pul yig'ildi, investor olmaslik uchun. Biz investor olsak moliyaviy bosim qiladi dedik-da, o'zimiz pul yig'dik. Erkin ishlash. Masalan, o'quvchini hayda olmaysiz agar moliyaviy bosim bo'lsa. Keyin maktab ochdik. Maktab ochishdan asosiy g'oya nima bo'lgan?
bitta narsa bizani o'ylantirgan. Imom Termiziy hazratlari haqidagi anaqani o'qiganimda, tarixda o'qiganimda aytadiki, Termiziy taxallusi bilan ijod qilgan va o'sha paytda hadis to'plagan ulamolar soni 1000 dan oshiq edi. Va ularning ichidan bittasi ajralib chiqdi va butun katta tarixni yozdi. Butun millatni ko'tardi. Biz o'yladikki, vaqti keladi biz 10 minglagan, bir necha 10 minglagan vatan nima, ota-ona kim? Kimga xizmat qilish kerak? Millatga qanaqa xizmat qiladi? Mana shunaqa davoni ichida singdira olgan bilimli shifokorlarni, olimlarni, muhandislarni, gen injenerlarni istirib chiqaraylikda bu millatni kuchaytiraylik degan g'oya bo'lgan. Va alhamdulillah hozir shu yo'lda to'g'ri ketyapmiz deb o'ylayman-da. Chunki bolajonlarimiz bizani bitirayotgan bo'ldi, nafaqat bilimi kuchli bo'ladi, kimga xizmat qilish kerakligini yaxshi biladi. Va u albatta xudo xolasa bu millatni kuchayishiga inshaalloh xizmat qiladi. Haligi bombani ham shu ximiklar ixtiro qilganda, to'g'rimi? Masalan, demoqchi bo'lgan narsam, bu ilm bilan to'g'ri ma'naviy qarash, tarbiya to'g'ri bo'lmasa, kimyoni ilmi bomba yaratishga ham xizmat qiladi. Bir yangi bir xalqqa xizmat qiladigan, insonga xizmat qiladigan, yaxshi narsaga ham xizmat qiladi. Demak, bu yog'iga ham mahkam qarash kerak, tarbiyasiga ham, nima uchun bu sohani o'rganayotganiga ham va o'sha o'zi sohani chuqurroq ham o'rganish kerak. Ikkaloviga ham sharoit bu yerda bor qilib aytganda. Agar aytganingizdek ma'naviyati kuchli bo'lmasa, bu sohani o'rgansa juda xavfli odamlar shakllanib chiqadi, juda xavfli odamlar shakllanib chiqadi. Agar qancha chuqur o'rgangan sari xavflilashib boradi. Zo'r. Shu yerda savol, qaysi ota-ona bolasini ko'lvaga olib kelsa to'g'ri? Ya'ni qisqa tushunganim, tibbiyot bo'yicha mutaxassis qilmoqchiman deb bir so'z bilan aytganda, lekin yana ham bir sal chuqurroq yondashsak, kim uchun to'g'ri keladi, kim uchun to'g'ri kelmaydi? Farzandini shifokor qilaman degan ota-onalar odatda olib kelishadi. Lekin bizda faqat shifokorlar yetishib chiqmaydi, bizda olimlar ham chiqadi. Nima uchun hozir shifokor qil? Masalan, kecha ham ochiq eshikli kun o'tkazyapmiz, 200 lagan ota-ona kelgan. So'rayman, kim shifokor qilish maqsadida olib kelsam, deyarli 99% ota-ona shifokor qilaman deydi. Nima uchun? Shifokor chunki trenddagi kasb. Kamida farzandi kasal bo'lgan shifokorga borgan va shifokor muhimligini biladi. Lekin vaqti keladiki, bizni bitta prezident sovg'asi deb mashina berishyapti-ku sportchilarga. Bizni xuddi shunaqa mashinalarda olimlarimiz yurishni boshlaydi. Imij beramiz olimlarga. Xudo xohlasa, chunki ilmiy tadqiqot institutimizda zo'r kuchli olimlarimiz bor. Va bu olimlarga qarab farzandlarimiz, o'quvchilarimiz olim bo'lishga qiziqadi. Va farzandini bu millatni o'zgartirishga harakat qilayotgan, olim bo'lishni xohlagan ota-onalar olib kelsa bo'ladi. 5-sinfdan 11-sinfgacha qabul qilyapmiz. Qancha vaqtli olib kelsa, bizning programmamiz shuncha tugatish imkoniyati yaxshi bo'ladi. Chunki bizning program dasturimiz 5-sinfdan 11-sinfgacha bo'lib 7 yillik dasturda. Ota-onalar 9-sinfda olib keladi. Biz hamma dasturga javob berishga ulgurmay qolamiz. Lekin agar 5-sinfda olib keladigan bo'lsa, keyin ko'rasiz, xudo xolasa biza kutgan haqiqatan kuchli bolalar. Shunchaki universitet imtihonlaridan o'ta oladigan bilimga ega bo'lish uchun emas, maktab davrini o'zida mutaxassis deyarli bo'lish uchun kelish kerak ekanda. Chunki laboratoriya amaliy qilsa, hamma narsani shu sohani ichidagi ishlarni qilib ko'radigan bo'lsa, demak, balkim qaysidir universitetlarda qilib bo'lmaydigan ishni maktabda qilsa bo'lyapti shunda. Juda ko'p tajriba qilsa bo'lar, u ham bitta masala. Keyin mana shu narsani yaxshiroq oshlaysiz. Maktab repetitor ko'rinishda bo'lish kerak emas. O'qishga o'tkazib beradigan dargoh emasdan. Xuddi shunaqa. Masalan, o'quvchini o'qishga kirgizib bersa, olimpiyadan yuttirib beradigan bo'lsa, bu maktabning asosiy missiyasi emas. Maktab farzandni hayotga tarbiyalash kerak. Masalan, olimpiyadan yutib keldi, lekin o'zini fikrini yetkazib bera olmaydi. Unaqa farzand baribir muvaffaqiyatli farzand degani emas. O'shaning uchun imkon qadar har tarafni ko'tarishga harakat qilamiz. Lekin aytamanki, ota-onalar bu gapni masalan ijtimoiy tarmoqda ko'ryapti. Albatta kelishsin, jonli ko'rishsin. Bu yoqda jonli kelib uchrashib, taqdimotlarni ko'rib, jarayonni ko'rgandan keyin ota-onalar aytayaptiki, buni bari ijtimoiy tarmoqda olib bo'lmaskan deyapti. Aura hissiyot. O'shaning uchun kelishlarini tavsiya qilaman. Zo'r. Keling, bu yerda bizda tadbirlar zalimiz bor. Bu tadbirlar zali o'quvchilarni juda ham ko'p hayotdagi eng go'zal lahzalariga guvoh bo'ladigan joy. Imkon qadar mana chiroyli joy qilganmiz. Sahna. Bu sahnada bilasizmi, bu yuqorida aytgandek, maktab o'quvchini nafaqat o'qishga kirgizish kerak, hayotga tarbiyalash kerak-ku. Bizda o'quvchi har hafta bitta qo'shimcha kitob tugatadi, badiiy kitoblar. Demak, undan tashqari sport, sohasiga doir bilim, bu undan tashqari narsalar bor. Bu hayot ko'nikmalari ko'pda, masalan, qarang, kitobxonlik bor, notiqlik bor, shaxsiy rivojlanish, bunaqa narsalar ko'p. Endi masalan, kitob haqida gapiradigan bo'lsak, har hafta bitta yoki 2 haftada bitta kitob tugadi, kitobning katta kichikligiga qarab. Kitob tugadi, tugagandan keyin bizda kitob bo'yicha, o'sha aynan shu kitob bo'yicha bizda tadbir bo'ladi. O'quvchilar sahnalashtiradi bu yoqda, hammaga ko'rsatib beradi sahnada turib. Bu bitta narsa. Keyin bu aytganingizdek hayot ko'nikmalaridan notiqlik. Omma oldida fikrini ochiq anaqa tushuntirib berish. Sahnaga chiqadi o'quvchi,
va mikrofonda butun o'zini sinfdoshlari, ota-onalari oldida qanaqadir mazmundagi nutq tayyorlaydi. Bu nutqlarni ko'rsangiz yig'latadi. Buni Instagramlaringizda ko'rganman. Umuman rekomendatsiyaga chiqib ketib, prosmotrlar zo'r ketganlarini ham sizga ko'rganda Instagramda ko'rib turamiz. Hayron qolaman, bu haligi masalan biz o'zimiz maktabda o'qisak 1 yilda 2 marta, 3 marta bayram tadbir bo'ladi-ku. Ya'ni spektaklga tayyorgarlik ko'rganmiz boshqaga. Unda ham 2-3 bola chiqibdi. Menimcha siz Kolba maktabida hamma o'quvchi chiqadi-ku sahnaga. Sahnaga chiqishning ozgina etapi bor, lekin qarang, notiqlik bo'yicha birinchi sinfda musobaqa bo'ladi. Hamma gapiradi, gapirmaydigan odam qolmaydi. Nutq tayyorlaydi. Ularning ichidan eng zo'rlar tanlab, 10 tasi tanlab olib, sinflararo musobaqa bo'ladi. Ularning ichidan tanlab maktablararo musobaqa bo'ladi va bu bir oyda 1-2 marta o'tkaziladi. Shuni hisobidan hamma gapiraverib biz ochilib ketadi. Va videosini ko'rsangiz bilasiz, ota-onasiga hammaning oldida yaxshi ko'rishni ayta olish bu boshqacha narsada yoki munosabatlarni his qildirish. Va bu joyda bizda har oy bo'ladigan eng qiziqarli, ruhiyatni ko'taradigan tadbirlardan bittasi stipendiya dastur. Bizda o'quvchilarni rag'batlantirish uchun juda ko'p pul ajratamiz-da. Bir yilda 1 milliard 320 million doimiy ajratamiz. 1 milliard 320 million rag'batlantirish uchun faqat. Chunki fanlar qiyin. Rag'batlantirmasangiz o'quvchi qiziqib qoladi, o'qishga qiynaladi. Shulardan bittasi stipendiya. Bizda o'quvchi 400 ming so'mdan 2 million 700 ming so'mgacha stipendiya yuta olishi mumkin. Va sizga uni emas, taqdirlanishini aytay. Men bu yerda turaman o'zim odatda, men sahnada. O'quvchilar bu yerda 7-sinf, 8-sinflar, siz joy o'rningiz turadi va bizda reyting tizimi bilan baholanadi-ku. Reyting tizimi bilan baholanganda o'quvchilar kim birinchi o'rinda turganini boshida 3 haftada biladi, 4-hafta yopib qo'yamiz. Reyting juda tez o'ynaydi. Masalan, bir kun egasiz faqat kelsangiz, 4-o'ringa, 5-o'ringa tushib qolasizda bittadan. Endi reyting yopildi, 4-hafta yopilgan. Kim stipendiya yutganini bilmaydi. Biz ota-onasiga maxfiy telefon qilganimizda aytamizki, farzandingiz bugun stipendiya yutibdi, keling. Faqat o'ziga aytmang. O'quvchilar o'tiradi, kim yutganini bilmaydi, onasi bu yoqdan kirib kelganida o'shanda biladi-da. O'shanda o'quvchi pul uchun o'qimayotganligini, faqat motivatsiyasi pul emasligini his qiladi. Ya'ni ota-onasini xursand qilish uchun harakat qiladi-ku. Bir kun vaqti keladi, mana shunday o'quvchilar millatni xursand qilish uchun, millat uchun harakat qilishni boshlaydi. Va bu bizlar uchun juda ham katta baxt. Qaysidir kuni ota-onam men ota-onam ishidan kesin deb harakat qiladi-da, qarang. Ota-onasi kelishi o'ylab ketdi. 1000 ball to'playdi-ku. Misqollab yig'adi bechora. Bir oyda misqollab yig'adi. Keyin ota-onasi keladi. Videosini agar bolalar ulashadi, agar anaqa yigitlarga aytamiz. Shuni videosida mana shunaqa boradi, shunda qaysi lavhalar. Agar ko'rsa, bilasizmi? Farzandi o'sha uchib borib quchoqlaydi ota-onasi. Endi bu baxt va bu har oy bo'ladi. Har oy bo'lgandan keyin men shu ota-onam uchun ba'zida qilgan harakatlarim, ota-onam mendan xursand bo'lib faxrlangandek harakatlarim meni hayotimni o'zgartirganda, bularniki ham xuddi shunday har oy o'zgarishi imkon bo'ladi. Va odatda o'quvchi har oy stipendiya yuta olmaydi. Masalan, siz bu oy yutdingizmi? Keyingi oy yutishingiz uchun siz rekordingizni yangilashingiz kerak. Masalan, 900 ball oldingizmi? 900.1 ball olmasangiz ham sizga stipendiya berilmaydi. O'shaning uchun har xil odamlar yutadi odatda. Qaysi ma'noda bitta zo'r, mutlaq zo'r bola har doim har oy olavermasligi ham adolatda, ya'ni undan keyin boshqalar ham ola olishi, boshqalardan umid bo'lishi, keyingi oy men qilaman deb. Hozir buni ochib bersa juda gap ko'pda. Ichida virtual sinflari bor. Siz masalan 1000 ball to'plab qo'ydingizmi? Siz boshqa virtual sinfga o'tib ketib qolasiz. Kam ball to'playdiganlar o'zaro bitta virtual sinf bo'lib olishadi. Va shuni hisobidan bitta odam olish ehtimoli juda kam o'zi. Juda kam. Demak, hozir bu yerda 1000 ball masalan ma'noda ball to'playapti. Bu darslarga qatnashishiga qarab, ko'p parametrlarga qarab yig'iladi bu ballar, faqat bitta fanga yoki bitta fan emas. Sport ham bor uning ichida, ha? Yo'q, boshqa narsa qaraydi. Boshqa narsa. Mana 6 ta fanga qaraydi. 5 ta ixtisoslik fanlari va plus ona tili, fizika fanlarini ham qo'shamiz. Mana shu 6 ta fanni uyga vazifa bajarishi, oylik imtihonlari, kunlik imtihonlariga qarab reyting shakllanadi. Va bu reyting juda ham zo'r ishlaydiki, o'quvchi mana bitta uyga vazifa chana bo'lsa reytingga tushib ketyapsiz-ku. Stipendiya ola olmagan, mayli qizil ro'yxatiga tushib qoladigan bo'lsa, keyin ota-onasini chaqirtirib haydashga buyruq chiqartiramiz yoki buni qanaqa tuzatish bo'yicha muhokama ketadi. O'quvchi pastga tushishdan ham qo'rqadi, o'rtada yuradi. Ba'zilar tepaga chiqib ketadi. Endi biz sport uchun, kitobxonlik uchun, notiqlik uchun, ota-onasini rozi qilganligi uchun stipendiya beramiz. U kelajak me'mori stipendiyasi deb ataladi, u boshqa stipendiya. Demak, bu faqat fanlarda yaxshi. Ta'lim ekan, faqat ta'lim ekan. Va u tarbiyasi, axloqi uchun alohida stipendiya beriladi. O'shaning uchun o'quvchi yuguradi. Yugurganda mana sport vosita taqadi, menga o'xshab. Va necha kilometr yugurganini ko'ramiz. Biz bu yerda nazorat qilamiz. Eng ko'p kilometr yugurgan sporti uchun alohida stipendiya beriladi. Shu mana shunaqa rag'batlantirish shunaqa qilinadi. Shu joyda bitta anaqa savol. Yuqorida eshitdim va videoni boshida ham aytib qo'ydim. Maktabda bepul o'qish mumkin ekan deb. Shu menimcha stipendiya mavzulariga ketdik. Shu joyda gapirib ketaylik. Qanaqa qilib bu maktabda o'zi bunga
el qatori aytaylik 100 so'm to'lov bo'lsa, men 200 so'm to'layman degan ham ota-ona ko'p bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki bunaqa tizim uchun, bunaqa fidoyilik uchun, boyagidek tizimni sog'lom ushlab turish uchun foydadan voz kechib o'quvchini haydashga ham rozi bo'lishingiz uchun, to'g'ri kelmaydigan o'quvchini. Shunaqa tizim uchun qaysi ota-ona o'ylayman, zamonaviy tilda danatam deydi-ku, qo'shimcha 100 so'm emas, men 200 so'm beray bolamga, shu maktab zo'r bo'lib ketsin deydigan ham ko'p-ku. Lekin mabodo kimdir meni sharoit jihatdan boshqa qaniydi grant yutib olsam, to'liq bepul o'qiydigan yoki qaysidir oylikda bepul o'qisam degan orzusi bo'lsa, shunday imkoniyati bor demak, Bor, qarang. O'zi bizada hozir men grant haqida aytdim-ku, 1 milliard 320 million ajratamiz dedim. Odatda buni ota-onalarga oshib beraman ochiq eshiklar kunida. Ular aytadiki, maktabimiz narxini biladiganlar o'zi foyda qilyapsizlarmi deydi-da. Alhamdulillah, Meni shu savol o'ylantirib qoldi hozir. Fin model yaxshi tuzilgani uchun, to'g'ri, mana rivojlanish uchun qanaqadir foyda ham qilinadi. Lekin tekin o'qish imkoniyati, to'liq grantda o'qish bizada cheklanmagan miqdorda grant o'qish mumkin. Bu degani nima degan? Masalan, ba'zi institutlarda 20 ta grantga joy ajratadi, qolgani majbur-ku kontraktda o'qishga. Bu yerda 600 ta bola o'qisa, 600 tasi ham to'liq grantda o'qish imkoniyati bor. Bepul o'qish mumkinmi? Bu qanaqa qilasiz? Maktabda ichki muvaffaqiyatlari uchun biz stipendiya beramiz. Maktabdan tashqarisidagi muvaffaqiyat, masalan, IDP IELTSga borib IELTS topshirib keldi. 6,5 ni oshirsa 20% chegirma beramiz. Keyin kimyodan DTMga borib sertifikat topshirib keldi, uni olishi bilan chegirma beramiz. Kimyoni o'zining ham IELTSga o'xshagan bir sertifikati bor-da, to'g'rimi? Shunaqa, hozir milliy sertifikatlar chiqdi-ku. Keyin xalqaro sertifikatlar bor bizda, A-levelga o'qishadi. Bu dunyo bo'yicha ximiyaning eng baland sertifikati. Bunga o'qitamiz. Undan qanaqadir darajani olsa, biz chegirma beramiz. Endi sertifikatlarning hammasini qo'lga kiritsa, to'liq grantda o'qish imkoniyati bor. Aytaylik, 20% dan 5 ta grant oldim. 100%lik anaqa chegirma yutib oldim masalan. Unda maktabda duoga ishlaysizmi shunda? Yo'q, bu savol o'ylantirib qoldim. Qarang, bunaqa o'quvchilarimiz ham ko'p. Lekin agar fin modelda to'g'ri tuzadigan bo'lsangiz, ortiqcha hashamatga pul sarflamasangiz, qanaqadir bitta anaqani o'qituvchining xonasini keng qilaman deb pul katta sarflamasangiz, kerakli joyga pul sarflaysiz, buni hammasini to'g'rilasa bo'ladi. Masalan, foyda ham qilamiz. Biz rivojlanish uchun, mana bemalol maktablar ochyapmiz. Rivojlanish uchun ham imkoniyat bo'ladi. Keyin o'zi zo'r gap aytdingizda, menga zo'r insight bo'ldi. Birinchi kirgan xonamizda ta'lim sifati uchun eng muhim bo'lgan narsa bu birinchi o'qituvchi dedingiz, keyin xonaning havosi, kislorodi, xonani yorug'ligi. Shunda parta stollar nima bo'ldi deganda birinchi boshda o'yladim rostdan ham. Ya'ni rostdan ham bir real, xolis bo'lib qarasak, qulay sharoitlar har doim ham bizni yana ham yaxshi o'qishimizga sabab deb bo'lmaydi. Qaytam teskarishib ketishi ham mumkin-da. Men o'zim biz o'qigan abituriyent paytimizdagi xona sharoitlarini eslasam, shu oyoq kisloroddan rostdan yetmagan ekan. O'ylab endi tushundim. Terlab ketar edi. Lekin o'sha yerdagi muhit ta'lim olishga nisbatan bolalardagi shijoat, ustozi berayotgan motivatsiyasi deymizmi? Motivatsiya ikkita tarafdan, sabzi oldindan, sabzi orqadan ikki tayoq ham bo'lardi. Keyin tushuntirardi ham. Otang Rossiyada ishlab yuribdi. Ustozingiz taniyman o'sha. Sen o'qishing kerak deb. Rosa baraka topsanglar juda sabr odam. Juda anaqa. Keyin o'qituvchini bu yerda fidoyiligi nima? Pulni olyapman. Endi otasiga kelsa aytaman-da, o'zi o'qimadi degan qarash bo'lmas. Umuman o'qimagan bolani o'qimasligi umuman rozi bo'lmasdi-da. Shunaqa. Ya'ni shunchaki agar biz hozir ta'limda biznesga qarasak, uni o'zi tanlovda endi. Shunaqa. Shu boyda bolasi bo'lsa, buni o'qigani shuda endi, shu ham yaxshi gap degan gap yo'qda. Hozir mana siz aytayotganingizdek, narjini qildimi? Bo'ldi haydaymiz desa, bu ana biznesning qoidasi chekida qolib ketyapti-da, qaysidir ma'noda. Shuning uchun qo'ldingiz, men ota-onalarga aytaman, biz farzandingizni hech qachon surpriz qilmaymiz, yaxshi o'qimay qoldi. Masalan, tasavvur qiling, 11 sinfga keldi. Biz qo'limizdan kelganini qildik, lekin bolam shu bo'lib chiqdi demaydi. Demaymiz-da. Masalan, o'qimayaptimi? Yo sohasini o'zgartiraylik deb ko'ramiz ota-onasiga, yoki umuman yomon o'qisa, keyin yo haydaymiz. Axloqi yomon bo'lsa, lekin hech narsasiga qaralmaydi. Axloqi yomon bo'lsa, to'liq haydaladi. Masalan, yolg'onchilikka bo'lsa unga haydalmaydi. Uni tuzatishga harakat qiladi, lekin keskin axloq borki, bu yuqorida aytgan chekishi bo'lishi mumkin yoki shunga o'xshatgan narsalar bo'lishi mumkin. Bunda keskin qattiq qaraladi. Shu to'g'ri. Chunki qaysidir bir yomon odatga qattiq o'rganib qolgan o'quvchi o'zini o'shandan ketgandek ko'rsatgan bilan yana o'sha bilan davom etayotgan bo'lishi mumkin. Bu bilan tuzatish qiyin. Men yana ota-onalarga aytardimki, kechagi safar meni bir narsa xafa qildi. Cheka degan farzandini olib kelibdi-da. Chekishini tuzatib bera olasizlarmi deb olib kelibdi. Xursand qiladigan ochiq aytgani bo'ldi. Lekin biza unaqa farzandlar olib kelmasligini iltimos qilgan bo'lardim. Chunki biz baribir haydaymiz-da. Chunki agar aytmasdan shunchaki sekin tiqishtirib ketsa ham, baribir biz 2-3 oyda bila olamiz bu narsani. Bila olgan kunimiz shunchaki pul yo'qotgani qoladi. Na ilm o'rganadi, shunchaki haydalib ketadi. O'shaning uchun muhitimiz buzmagani yaxshi. Lekin yana bitta narsa bilish, shu ota-ona shu yerga olib kelsam balkim
shu odatini tashlar degan fikrda bo'lgani ham demoqchiman. Ya'ni yaxshi gumonda bo'lgan. Bizga juda yaxshi gumonda bo'lgani, lekin bunaqa odati bo'lsa qiyinroqda, biz tuzatishimiz qiyin. Uni alohida. Agar faqat individual ishlash mumkin bo'lganda edi deng. Qani edi. Unday bo'lsa boshqa. Bitta narsa aytayin, ota-onalarga bir narsa aytmayman. Bu yoq og'riq. O'sha bola haydaymiz-ku, ichim og'riydi degan ochiq, dilim og'riydi. Uni ko'ngli sindi deb. Qarangda, ham birinchidan ko'ngli sindi. U baribir qayoqqadir ketadi-ku. Endi u bilan kim shug'ullanadi deyman-da. Bu odatini kim yo'qotadi deyman. Lekin biz bu yoqda saqlasak, bu tez tarqab ketib qoladi-da. Ketsa u bilan kim shug'ullanadi? Bo'ldi, shu bilan tugadi deydigan masala bo'ladi, lekin baribir ta'lim muhitini biz kafolatlaymiz, sog'lom muhit bo'lishi. Shu uchun ham qarang, qanchalik bolasini kimlar bilan yurgani, muhiti qanchalik qimmatligi. Bu sharoiti pastroq bo'lgan oilalar uchun ham, sharoiti zo'r bo'lgan oilalar uchun ham birday qadr qiymati baland. Ya'ni meni sharoitim zo'r, shu uchun hali men shuni pulni to'layman-da, zo'r sharoit qilib qo'yaman deb bo'lmaydigan narsaligida. Qarang, qanchalik shu uchun bitta narsani tushunish kerak. Men sotuvda, marketingda bo'lganim uchun biror bir mahsulotning qiymatini, narxini belgilayotganda qiymatini his qilishga harakat qilaman. Hozir masalan, shunaqa og'riqli mavzularga, shunaqa xavf-xatarlarga yaqinlashmaslikka bitta katta bir zamin bo'layotgan joy. Bilmadim, hozir maktab narxi necha pul deb so'ramoqchi emasman, chunki bu hali vaziyatga baribir taqdimotga qatnashadi, ko'radi. Lekin o'ylayman, aslida bu juda qimmat bo'lsa kerak deb o'ylayman, yoki qimmat bo'lish kerak demoqchiman aniqroq. Sizlar qanchalik qilgansiz bilmayman. Lekin ochig'iman, Toshkentda o'rta yoki o'rtadan pastroq narx, Samarqandda bizdan arzon maktab topishingiz qiyin bo'lsa kerak. Arzonmi xususiy maktablar ichida? Eng arzon. Chunki aytdim-ku, yuqorida film modelni shunaqa bir moslashtirganmiz, har bir detalgacha anaqa qilganmiz-da. Va Samarqandda eng arzon maktablardan bittasi bo'lsa kerak. Kimgadir, lekin kimgadir qimmat tuyulishi mumkin-ku, lekin biz mana maktab bozorini ko'rganimizda eng arzonlardan bittasi. Endi davlat maktabi emas, xususiy maktablarga raqobat qilinganda demoqsiz. Shuni. Lekin masalan ba'zi maktablar bor, o'zi repetitor, o'tgan repetitor bor edi va bu yil maktab ochishdida maktabning ham shakli faqat repetitor bo'lsa, u juda ham arzon bo'lishi mumkin. Lekin ya'ni maktab nomli repetitorda u. Men eshitdim unaqalarni ham. Ya'ni o'zi asli maktab tizimi anaqa emas, prosta u ertaga o'quvchilari maktabga ketib qolmasligi uchun o'quv markazini maktab maqomini olgan. Lekin tizim maktabga to'g'ri kelmaydi. Bunda faqat o'qishga kirgizib berish mumkin, zo'r natija qilish mumkin, lekin hayotga tarbiyalash, uni hayotda katta muvaffaqiyatga erishishni ta'minlashga qiynaladi bu maktablar. Unaqa maktablardan farqli o'laroq haqiqiy ideal maktabni bajaradigan bor bo'lgandek maktablar orasida eng arzonlardan bittasi bo'lsa kerak. Shunaqa. Rostdan, bu yerda bitta narsa o'ylayman. Men o'zim boshqa joylardan kuzatuvlarimdan kelib chiqib, nega arzon bo'lsa ham sizda ham foyda bor, ham yana yangi filial ochish mumkin, boshqa bor. Baraka bor deb o'ylayman. Alhamdulillah. Masala shunda bo'lsa kerak. Nega baraka, yana nimaga baraka bo'ladi desangiz, hali hamma o'zini bilgan sohasida ishlasin deganda, o'zingiz shu soha mutaxassisi bo'lganingiz uchun, boshqalar aytaylik kimyo, biologiya emas, mana bironta ixtisoslashtirgan maktab qilganda ham nega qimmatga tushib ketib qolishi mumkin? Chunki uni ichini tushunmaganing uchun. Siz masalan o'quv markaz biznesida ham bor bo'lgansiz, o'zingiz kimik, biolog olim mutaxassis bo'lganingiz uchun ham, ya'ni sizda hozir bitta o'qituvchi kelib turib, bir narsa deb aldab bo'lmasa, yoki bitta aytaylik ta'lim tizimiga doir bironta mutaxassis mana bunaqa deb bo'lmasa, hammasini tushuntirganingizdan keyin sevistoyimiz arzon. Bu joyda bilasizmi, ukamni ham juda katta roli bor. Ukam yaxshi taniysiz, Jahongir. Moliyachi ekan. Moliyachi. Qarang, o'zim nomi bilan moliyachi deyapsiz-ku. Mana biz ta'limni ideal darajada tuzamizda. Endi bunga qancha pul ketadi deb film model quramiz. Imkon qadar shu narxini tushirishga harakat qilamiz-ku. Mana shuni bilganim uchun ham ancha qulay. Hozir nima uchun Toshkentda ba'zi maktablar yopilib ketyapti? Yo, ikkita sherik kelishmay qoladi pul masalasida. Butunlay bu qora ko'zga yetim qoladi. Yoki ikkalasi ham yo biznesni tushunmaydi, yo ta'limni tushunmaydi. Shuni hisobidan maktab aniq bir. Hozir alhamdulillah ikkitamiz tandem bo'lib, qanot bo'lib harakat qilyapmiz. Ustoz, bu yerda nima qilishadi o'quvchilar? Bu yer ko'rib turganingiz oshxona. Bu yerda bufet xizmati bor. Maktabda shu bolajonlar bemalol kerak narsalarni sotib olib, iste'mol qilish mumkin, ovqatlanishlari mumkin. Ha, demak bu yerda maktabda o'zidan beriladigan ovqat shudan beriladi, shunaqami? Ha, qarang, siz bilan hali bu mavzuda gaplashmadik. Bizda o'quvchilar bir smenada o'qishadi. Ikki smena emas, kechgacha o'qimaydi. Ya'ni ertalab soat 8 dan kechki payt 17 ga tushib o'tirmaymiz o'quvchilarni. Ha, kuni bilan maktabda emas. Yo'q. Mana qarang, biz bitta narsani uzil-kesil ishonch hosil qildik. Hattoki Angliyaga ham bor bu narsani tasdiqlab keldik. Ovqat bermaymiz biz. Lekin hozir natijalarimizni har birisiga ko'rsataman. U 100% o'quvchimiz o'qishga kiryapti, olimpiadani yutyapti, sertifikatlar olyapti, bizda grant o'qiyapti. Mana shu natijalarga biz shunchaki bitta semenda o'qib berishyapmiz. Ya'ni farzandingiz kechgacha o'qish shart emas ekan. Farzandingiz o'qisa, hech qanaqa repetitorga bormaydi. Borsa o'zimiz haydab olamiz. Biz eplay olmayapmiz deymiz, ota-onasiga olib ketavering deymiz agar ishonmayotgan bo'lsangiz. Kimyodan bormaydi, hech qaysi fandan bormaydi, ingliz tilidan ham bormaydi.
IELTS'ni shu yerda oladi. IELTS'ni ham shu yerda oladi. Hamma fanni shu yerda o'zlashtiradi. Mana shunaqa. Savol ko'pchilik ota-ona nima uchun kuni bilan bolalarni ushlab turadigan maktab, xususiy maktab xohlashadi? Chunki abitgacha standart fanlarga kirsa, abitdan keyin aytaylik sporti bor yoki ingliz tili qanaqadir to'garaklar, qo'shimcha darslarga boradi, shu bilan kechgacha dars qiladi, kechqurun keladi deydi. Bu upakovka qilib aytganda, endi orqa tarafda ikkinchi sabab ham bor deb o'ylayman. Ota-ona kuni bilan bolasini band bo'lishini xohlaydi, chunki ota-ona kuni bilan ishda. Shunaqa. Endi bitta narsani biz ilmiy tadqiqotlarni ko'rib chiqdik-da, ta'lim sohasidagi. Bizning fanlarimiz qiyin, mana kimyo, biologiya, hozir mana ko'rayotgan ota-onalar ham birortasi kimyoni oson deb fan deb hisoblamaydi. Hamma qiyin deb hisoblaydi. Fizika ham xuddi shunaqa. Va qiyin fanni uni kechgacha o'qitib bo'lmaydi baribir. Bizda mana ta'lim tadqiqotlari aytadiki, ular bitta smen o'qisa, shuni o'zini hazm qilib olishi katta yer. Bizda ikkinchi smenda nimadan foydalanish mumkin? Uyga vazifa qilishdan. Bizda odatda o'quvchilarni mustaqil uyga vazifa qilishini tarafdorimiz. Tasavvur qiling, siz uyga vazifa qilib turibsiz. Sal tushunmadingizmi, ustozga yugurib boraversangiz, miya o'smaydi-da. U qiynalsin. Kurashish kerak miya. Miya kurashish kerak. Miyada xato signallar paydo bo'lishi kerak. Kurashgandan keyin javob topsa, kashfiyot qilgandek bo'ladi. Lekin uyga vazifa qilishni bilmaydigan, masalan, biz ikkita toifadagi o'quvchini bu yerda olib qolamiz, abitdan keyin uyga vazifa qilishni bilmaydigan yoki o'zi xohlab qoladigan ikkita toifadagi o'quvchilar qoladi. Bunda biz qo'shimcha to'lov olmaymiz va bizga har doim ularga tushuntirib beradigan, yetkazib beradigan o'qituvchilar topiladi. Lekin biz hamma o'quvchini massiviy majburlab olib qolmaymiz. Shu sababli ovqat bermaymiz biz. Tushunarli. Demak, bu yerda kuni bilan o'qimasdan bir smena, ya'ni ertalab soat nechada taxminan boshlanadi? Ertalab Toshkentda 8 da boshlanadi, lekin bu yerda qulay bo'lish uchun tumanlardan ham yetib kelish uchun 8:30 da boshlanadi. 8:30 dan nechagacha boshlanadi? Taxminan 14 gacha boradi. Undan ham o'tib ketadi. 1:30-2 deylik, 1:30 gacha boradi. Va orada qish mavsumida 9 da boshlanishi mumkin. Tushunarli. Demak, ya'ni davlat maktablarida ham shunaqa bir smena, ya'ni 5 soat, 6 soat o'qiydigan deydi, 5 soat 45 minutdan. Shu darslarni o'zi bilan undan tashqari to'garakka ehtiyoj yo'qmi shunda? Aytaylik, ingliz tiliga, kimyo bo'yicha qo'shimcha darslarga yo'q, borish shart emasmi? Qarang, darslarimiz o'zi sertifikat olishga ixtisoslashtirilgan. Mana shunchaki faqat o'tib ketavermaydi-da. Ingliz tili masalan aynan IELTS olish uchun aytaylik, ha. Boshida deylik General English o'rgatiladi, umumiy ingliz tili, keyin IELTS ga foundation guruh yoki IELTS qilib alohida guruh qilib IELTS ga tayyorlatiladi. Mana bu kecha bir dada so'rayaptilar, sizlar agar sizlarda o'qisa, repetirga bermayman yo bermaysiz. Sertifikat kunlarini o'zingizlar aniqlab o'zingizlar topshirasizmi? Yo'q, biz o'quvchilar sinf xonasiga sertifikat kuning paloncha deb sanasigacha yozib qo'yamiz. Ular o'shanga qarab tayyorlanadi. Maqsad qo'yilgan bo'ladi. Maqsad qo'yilgan bo'ladi. Ha, ya'ni demak, xususiy maktab ingliz tilisi bor, lekin undan tashqari yana ingliz tili qo'shimcha to'garak deb yondashilmayapti. Aynan o'sha maktabdagi darsni o'zi repetitor bo'lyapti. Xuddi shunaqa. Bu yerda o'qiydi, yarim kun o'qiydi va muvaffaqiyatga erishishiga shuni o'zi kifoya qiladi. Va biza yarim kunligini bir qancha sabablari endi ko'pda. Bittasi abitdan keyin borsin, vaqtlar ota-onasiga xizmat qilsin, bu bir. Ikkinchidan qo'shimcha to'garaklar, suzishi bormi, sporti bormi, qizlar agar nimadir pishirishni o'rganmoqchimi, borsinman. Masalan, men farzandim xususiy maktabda o'qiydi, hali 1-sinf. Lekin masala abitdan keyin robot texnikaga beraman desam, 17 gacha kutishimga to'g'ri keladi yoki sportga olib boraman desam. Siz boshqa xususiy maktabga bergansiz? Chunki 1-sinfda hali o'zimizga olamiz. Shuni hisobidan. Tushunarli. Ya'ni bu yerda bitta narsa bo'lyapti. Men o'zimda sohamiz, qurilish sohasida sotuv bilan shug'ullanamiz-ku. Mijozlarga biz hamma loyihamiz hammasi podключи remont bilan topshiriladi deb taklif bersak, qaysi klient aytadi, "Yo'q, men boshqacha remont qilmoqchi edim uyimda." Menga korobka beraver, men o'zim xohlaganimni remont qilaman. Yoki siz remont qilib berasiz, u remontingizni siz qoniqmaydi, materialingizga qoniqmaydi. Chunki rostdan kimdir sharoiti zo'r, o'sha korobka holatda turgan anaqani kvartirani kadastr chiqqandan keyin u o'zi xohlagandek avtorskiy proyekt qilib qilishni xohlaydi. Ba'zilar bor, biz belgilab ustiga qo'ydik-ku, masalan, aytaylik, remontsiz holatda 100 so'm bo'lsa, remont bilan 120 so'mga sotamiz-da baribir. Biz 120 so'm bir tekst degandan ko'ra 100 so'm dan deb turib korobka topshiramiz. Kimdir sharoiti og'ir bo'lgan, bundayroq bo'lgan, ekonom qilmoqchi bo'lgan odam 120 so'm emas, 110 so'mga remont qilib qo'yadi. Kimdir 200 so'mga remont qilishni xohlaydi o'zi, ya'ni 100 so'mga olingan, yana 100 so'm xarajat qilishni xohlaydi. Ya'ni u qismi har bitta mijozni individual o'zini holatiga bog'liq ekanligida, hozir bu yerda har bitta o'quvchining holati bor. Qaysi o'quvchi zo'r o'zlashtiradi, endi u fanni, kimyo biologiyani peshingacha, ya'ni birinchi smenada yopdi. Endi sportga borish mumkin, boshqa borish mumkin. Qaysi sekinroq ketayotgan o'quvchi bor, shu maktabda o'zida qo'shimcha darsga qolsa bo'lar ekan deb. Bo'ladi, bemalol. Uyga vazifa qilishga qolsa bo'ladi, qo'shimcha darsga qolsa bo'ladi. Bu narsadan muammo yo'q va qo'shimcha to'lov talab qilinmaydi. Ovqat masalasini aytib beray. Ular masalan
qo'shimcha darsga qoladigan bola qanaqa ovqatlansin yoki qolmasa ham orada qachon ovqatlanadi? Bizda 11larda katta tanaffus bo'ladi, o'sha paytda ovqatlanadi. Ovqatlanishda bir qancha usullar bor. Bittasi ota-onasi, ko'pchiligi biz onalar rosa pazanda ovqat pishirib bera oladi. O'zi halol, pokiza, toza ovqat olib keladi va bizga esa muzlatgichdagi qo'yib qo'ysa bo'ladi. Keyin mikrovolnovkada qizdirib beradigan alohida yoki o'zini boyagi shkaflari bor. Shkaflari bor. Endi u yoqda sovuq paytlarda tursa bo'ladi-yu, lekin masalan muzlatgichga qo'ysa bo'ladi, mikrovolnovkada qizdirib olsa bo'ladi va umuman ovqatlanish hududida bemalol o'zi ovqatlanadi. Bu birinchi variant. Ikkinchisi shunchaki yengil taomni sotib olsa bo'ladi bufetda. Ovqat bo'lmasdan. Va bizning bufetda hammasi sog'lom ovqat bo'ladi. Bu kafolat. Ya'ni burger boshqa narsalar bo'lmaydi. Masalan, gazli ichimliklar, energetiklar, hattoki bitta narsa aytay, biz o'rnak bo'lish bilan tarbiyalaymiz. Bizada gazli ichimlikni energetiklar, ustozlar, o'qituvchilar ichishlari ham taqiqlanadi. Bu hududga kirdimi, mana Coca-Cola, Pepsi, mana shunga o'xshagan birorta suyuqlik ko'tarib yursa mumkin emas. O'qituvchilar jarimaga tushib qoladi. Va o'quvchilar ham birortasi ichilmaydi bunaqa narsa. Endi keyingi varianti, yana zo'r varianti bor. Masalan, biz Toshkentda tadqiqot qilib ko'rdikda, o'zi ota-onalarga ovqat kerakmi degan maqsad. Hammasi ko'p boshda ovqat deyishdi, lekin biz so'rovnoma o'tkazsak, butun boshli maktabdan bor yo'q 20% gina ota-ona bizga ovqat kerak deyishdi. Bu degani hammani majburlab ovqat bermaslik kerak ekan degan g'oyaga keldik. Keyin o'sha xohlagan ota-onalarga qanaqa ovqat beramiz? Biz podpiska xizmati dedikku, shunaqa obuna bo'lish bilan catering olib keladi. 1 oylik zakaz oldindan tayyor. Oldindan beriladi va o'sha cateringni olib keladigan odamlar bilan bemalol borib uchrashadi. Halol pokizalikni o'zlari tekshiradi. Pulni kerak bo'lsa o'zlari ushlarga to'laydi. Bizga to'lamaydi. Har qachon ovqat kerak bo'lsa issiq ovqat olib kelib turadi farzand. Oshxona bu yerda bor, sharoit bor. Ya'ni ovqatni qayerdan oladimi? Bu yerdan bufetdan oladimi? O'sha catering xizmatidan, halol pokiza joydan oladimi? Yoki o'ylama eng muhim joyi shu yer bo'lsa kerak. Bolani ilmni o'zlashtirishida yeyotgan luqmasini ahamiyati katta deb eshitdim ustozlardan. Shu uchun o'ylayman, ona o'zim tayyorlab beraman. Bir yaxshi holatda, toza, pokiza holatda o'zim farzandim tayyorlab ham mehr bu yerda. Shunaqa. Ya'ni ertalab bir idishga mana bolam ovqating deb, bugun uni ye, bugun buni ye deb, hali bugun ana catering nima qilib beribdi degan. U ham yomon emasdi, sharoit yo'q holatda, ya'ni sharoit yo'q deganda imkoniyat yo'q, ota-onasi boshlidadir. Juda bir taqchi ish bilandir. Lekin aytaylik imkoniyat bo'lgan holatda o'ylayman, menimcha 70-80% onalarda buni yechim qilsa bo'ladi. Men o'zimiz ham ovqat ko'tarib kelamiz-da, ochig'i. Va bilasizmi, bu ovqatlanish masalalarida agar biz ovqat bersak, biz yana o'ylab ham ko'rdikda. Boshida shu catering xizmatini ham o'zimiz qilib ko'rdik, ya'ni olib keldi, biz tarqatib ko'rdikda. Nima bo'ldi? Ota-onalar Telegram guruhda onalar hammasi pazanda-ku. Ovqat kamchiligi bilan mana shug'ullanishib o'tirasizda. Sal tuzi sho'r bo'libdi desa, bittasi go'shtni kam solibsiz, bittasi tuxum bersanglar bo'lar deydi. Biza ta'lim qolib ketib, mana shu muammo bilan o'ralashamiz. Bu restoran biznesda, tushunyapsizmi? Zo'r. Maktab boshqa, restoran biznes boshqa. Eng qiziq, siz bundan foyda qilmaysiz baribir. Ya'ni hozir bu yerda aytaylik, maktabda oylik to'lov 100 so'm, ovqatsiz variantda. Ovqat qo'shiladigan bo'lsa 120 so'm bo'ldi masalan. Balki 150 so'm bo'lib ketar endi. Chunki hammaga bir tekis ovqat berilish kerak bo'lgandan keyin, avval aytganingizdek, siz hali eng past narxdagini ham qila olmaysiz, eng qimmatini ham qila olmaysiz. Baribir o'rtachani tanlash kerak. O'sha o'rtacha narx kimgadir og'ir, kimgadir juda bir sifatsizday tuyulishi mumkin. Undan ko'ra bu joyda hamma o'zi ijod qilsin, chunki bu yerdan baribir siz daromad qilmaysiz. Lutchi men mutaxassisligim dars o'tish, ta'lim va tarbiya, ya'ni oddiy qilib aytganda bu maktab faqat tibbiyot yo'nalishi bo'yicha mutaxassis tayyorlash emas. Shuni bahonasida hayotga tayyorlash ekan. Shu yerga aslida bir ovqatni olib kelib tayyorlashni ham bir ilm, bir anaqa bir ikkita o'rtoq uydan bittasi bir narsani ko'tarib keldi, bittasi bu narsani ko'tarib keldi, yedi. Shu ham bir qaysidir ma'noda ijtimoiy bir-biriga yaqinlik. Zo'r taraflarsiz bu sekin qo'shimcha effekt sifatida o'zi ketaveradi. Bunisini aytmadik, rostdan bizda qo'shimcha effektlari bor bu narsani. Zo'r. Shunaqa oshxonamiz, shunaqa mo'jazgina oshxonamiz bor. Ajoyib. Bu maktab nima narsa muhim bo'lsa, shunga e'tibor qaratilgan maktab ekanda, ya'ni hashamatga emas, nima deydi? Upakovka emas, ya'ni o'zini qiymati, mana mag'zi shirinligiga e'tibor qaratilgan maktab. Men katta farzandim 5 yosh, hozir yaqinda 5 iyul oyida 5 ga to'ladi. Deyarli e'lon bo'ldi mana. Qizim bir 2 tili chiqqandan beri kim bo'lasiz, doktor bo'laman deb yurardi. Men o'tgan safar Toshkentdagi filiallaringizga, Yunusobod filialiga borganda ham niyat qilib mana qilib qo'ydim. Nasib, xudo xolasa, menimcha katta ehtimol bilan, 90% ehtimol bilan hozir 5 yoshimizda 7 yil qoldi, xudo xolasa. Hali
Toshkentdagilarga beramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Boshqacha ta'sirlandim rostdan. Bu yerda bir narsani ustozlardan tushungan narsamiz, o'ziga yaxshi ko'rgan narsani, o'ziga ravo ko'rgan narsani sizlarga ham ilinish maqsadida hozir nima so'rayotgan bo'lsam, hozir aksarini hozir bilyapman. Ya'ni sizni avvaldan tanaganim bilan avval o'quv markazi biznesida, boshqa jabhalardan maktab temasi bo'yicha gaplashmadik-da. Tushunib. Bugun men uchun boshqadan kashfiyot bo'lyapti. Xudo xolasa, mana oradan 7 yil o'tsa 5-sinf bo'lar ekan qizim nasib bo'lsa. Xudo xolasa. Xudo xolasa beramiz. Xudo xolasa xizmat qilamiz. Ko'ngil xotirjamlik jihatdan ham. Mana qizimni beryapman, qanaqa boya aytganingizdek tarbiyaga qarashi ham boshqa, ana bo'ldi xudo xolasa deb. Bundan chiqqandan keyin yana bitta muhim bo'lgan narsa. Ota-onalarga sal bu yerga nafsiga sal yoqmasligi mumkindir. Endi ba'zilar to'g'ri sharoit to'g'ri kelmasligidan ishlidir onasi ham boshqa. Lekin bola rostdan ham aytaylik, peshindan keyin masalan 2 nari bu yerda bo'shasa, kechgacha kelib oilada ro'zg'orda ham bir narsa qilishga vaqt ajratsa yaxshida. Faqat ertadan kechgacha yugurib hozirdan hayotda robot tayyorlashga moslashib qo'yish kerak emas farzandni. Kelib hovlida tursa ham, domda tursa ham nimadir bir ish bor. Qiz bolaga idish-tovoq yuvish bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Mana shu narsaga Temur 5-sinf ekan, qarang. 5-sinf o'zi qiz bola onasiga dastur bo'lib qolgan bo'ladi. O'g'il bola otasiga dastur bo'lish kerak bo'lgan davrda. Mana qarang, mana shu zo'r narsa aytdingiz, tadqiqotlarni o'qib ko'rdim. Hozir agar ertalab biz 8 dan 17:00 gacha ushlab turaversak va u 5-sinf-ku, bu holat 11-sinfgacha davom etadi. Bu o'rganish. U shunga o'rganadi va ota-onasiga ajratadigan vaqt juda kam bo'ladi. Chunki uyga boradi, uyga isfasan qilish kerak. Ota-onasi o'zi charchab kelgan bo'ladi, vaqt ajrata olmaydi. Kichik payt kam kommunikatsiya katta bo'lib qoladi-ku. Oradagi iliqlikni uzilib ketishi ham o'shandan-da. Kelsin, orada birga habit qilsin yoki birga ish qilsin, birga ovqat qilsin onasi bilan, bu juda ham katta anaqa beradi. Yana bitta narsa bor-da, qarang. 5-sinfdan 11-sinfgacha shu rejimga tushdi degani, undan keyin bolasi oliy unaqa o'qishga ketadi. Qayergadir, masalan, chet elga ketar masalan. Undan keyin o'g'il bolasi uylanadi degan. Uylandi, ota-onasi bilan boshqa joyda yashayotgan farzand ota-onasiga vaqt ajratishga deyarli vaqt yo'q. Nimaga? Chunki ertaga shu miya bilan u ertadan kechgacha ishlaydigan odamga aylanadi. Hozir ertadan kechgacha maktab bo'lsa, ertadan kechgacha aytaylik bironta joyda ishlayotgan bo'ladi. Kechqurun keladi, o'zining oilasiga amal ajrata olsa vaqt ajratib bo'ldi. Shu bilan faqat yakshanba qoladi masalan ota-onaga. Hozir ya'ni bu yerda bitta zo'rma deb men o'zim uchun ham. Men o'zim haligi universitetda shu xatoni qildik deb o'ylayman qaysi ma'noda biz. Endi mana shu narsani noto'g'riligini tushunib, ish grafigimni ma'lum bir qismida yo'q, men ishlamayapman hozir deyishni qabul qilishga endi o'tyapman. Ya'ni mana hozir shu paytgacha meni vaqtim kuni bilan ish tamom. Mana yana bitta klient, ya'ni bir hamkormizmi, ko'rishaylik deb qolsa, uyda o'tirgan holatda chiqib ketaverardim. Endi yo'q, men hozir anaqadaman. Mana hozir Samarqandga kelishim bitta sababim qarindoshimiz to'yi-ku. Men shu bitta uchrashuvni atkaz qilib, bekor qilib keldim. Men uchun endi ana shu narsa endi shakllanyapti. Ya'ni yo'q, stop. Men hozir ana jigarlar bilan, ota-ona bilan, oila bilan ajratayotgan vaqtim. Bunga aniq qilma deb. Ya'ni hozir ertadan kechgacha faqat o'qi deb zo'r narsa aytdingiz. Marmiya, kimyo, biologiya, любой fan bo'lganda ham menimcha o'ylayman, ertadan kechgacha faqat ilm olish bilan bu anaqa bo'lmaydi. Ya'ni hazm qilish samarali tushib ketib qoladi. Shunaqa hazm o'rgangan narsasi hazm qilishga vaqt kerak-ku. Yangi qiynab qo'yadi. Zo'r. Menga to'g'risi mana agar men hozir farzandim maktabga keladigan bo'lganda men berardim. O'z men agar shu yoshdagi tanishib bo'layotgan bo'lsa ham, men albatta tavsiya qilgan bo'laman. Agar meditsina o'zi tibbiyot yo'nalishi bo'lishidan tashqarigi maqsadlar ham bor ekanda bu yerda. Agar faqat tibbiyot bo'lganda ham qaysidir ma'noda bir torroq doira deb o'ylardim. Yo'q, bu yerda keng narsa bor ekan. Chunki bola bu yerda hayotga tayyor bo'lsin, xohlasin tibbiyot sohasida ketsin keyin. Xohlasin biznesga ketsin masalan. Shu boya aytganingizda qarang, biz nima qilamiz bu maktabda? Imkon qadar bolaga eng muhim ixtisoslik fanlarni beramiz. Qo'shimcha fanlar, masalan, biz geografiyalarni o'tamiz deb yo'qda. Tibbiyotga aloqasi bo'lmasa ham, bolaning dunyo qarashi kengayishi uchun geografiya, kompyuter savodxonligi hammasini o'tamizda. Bundan tashqari hayotga tayyorlaymiz, notiqlik, kitobxonlik hammasini qilamizda. Bundan tashqari yana qo'shimcha nimadir opsiya qo'shmoqchi bo'lsa, musiqa o'rgatmoqchimi? To'garakka bersin, vaqtingiz bor masalan. Taekwondo qilmoqchimisiz? Boring, to'garakka boring, vaqtingiz bor masalan. Chizmachilik bermoqchisiz, vaqtingiz bor. Lekin biz asosiy narsani bera olamiz. Qolgan nima ziynat qilmoqchisiz, yana qo'shaveradi bemalol. Vaqt zo'r aytdingiz. Masalan, aslida hech qanaqa to'garakka bormay ham oilasida yurgani ham faqat yomon deb bo'lmas ekanda, men o'sha narsani tushunyapman. Faqat band qilib qo'yish to'g'ri degan gap emas ekan. To'g'ri.
To'ppa-to'g'ri. Boyagi narsani yaxshi aytdingiz. Ya'ni oilaga vaqt ajratyapman dedingiz-ku. Buni tushunsa yaxshi-da bola. Siz hali ham alhamdulillah mana shu yoshga kelib tushundim deyapsiz. Oilaga vaqtimni ishdan tashqari deb hisoblayman, bo'ldi. Uydaman deb hisoblayman deyapsiz-ku, lekin buni tushunmay qolsa umr o'tib ketib qoladi. Ota-ona qarib qoladi, bola yoshi katta bo'lib qoladi, shu bilan shunaqa qiyin baraka toping. Baraka topingizlar. Ustoz, yangi zamonaviy ta'lim o'quv markazi bo'ladimi, maktab bo'ladimi? Ommalashgan narsa, haqiqatan samarali ham bu coworking. Shunaqa. O'quvchilar darsdan bo'sh vaqtlarida, darsdan keyingi paytlarda bir-biri bilan muloqot qilib yoki darslar qilish uchun. Shunaqa. Hozir coworking zonadamiz. Bu yerda bolalar o'zi bilasiz, yuqorida aytgan bir semenli maktab. Dars tugagandan keyin, darsdan keyin qolib maza qilib o'zi shug'ullanadi o'rtog'i bilan. Ba'zan bizda mentorlar katta sinf o'quvchilari bo'ladi. Tushunmagan tushuntirib beradi. Odatda shu yerda qilishadi. Lekin ba'zi o'quvchilar o'zining sinfxonasi abitdan keyin to'liq bo'sh bo'ladi. Hamma sinfxona abitdan keyin bo'sh edi va bemalol ba'zilari ketadi, qolganlar o'zining darsxonasida dars qilish imkoniyati beriladi. Va xohlagan ishni qilib o'tirmaslik uchun, qiz bilan o'g'il bola xilvatda qolib ketmasligi uchun kamerada doimiy nazorat bo'ladi. Shuning uchun odatda bu narsalar nazorat qilinadi va coworking asosan to'lib toshadi o'quvchiga. Zo'r. Yana bitta narsadan men hozir yuqorida aytib berdingiz-ku, syomka paytida ham aytsak, har bitta fan o'qituvchilari bittadan navbatchi bo'lib, darsdan keyingi vaqtda qolishi. Qarang, bu joyda biz uyga vazifa qildirish uchun ommaviy hamma o'qituvchini olib qolmaymiz. Agar hammasini olib qolib yana ovqat bersak, maktab tan narxi juda ham oshib ketib, bir 9-12 millionlik maktab bo'lib ketib qoladi. Shunda biz nima qilamiz? Har bir fandan bitta yoki ikkitadan talabga qarab o'qituvchining navbatchiligi qoladi va ular almashib turadi. Va bu navbatchi qolar ekan, qaysi xonada o'tirishni biladi o'quvchi. Masalan, biologiyadan qiynalyaptimi? Falonchi xonaga chiqaman, ustoz o'tiribdilar, borib so'rab kelaman deb so'rab kelib, yana darsini qilaveradi. Kimyodan boshqa xonada o'tirgan bo'ladi va o'quvchilar taxminan 1 oyda to'liq moslashib oladi. Shunda uyga vazifa qilishda ham muammo qolmaydi. Zo'r. Darsdan keyingi vaqtda ustozdan savol so'rash ham haligi hijolatli masala emas, ya'ni tartibi bor, ya'ni behijolat borib so'rasa bo'ladi. Bu ham navbatga o'rgan. Odatda borsa, o'qituvchining huzurida bir qancha o'quvchi o'tirgan bo'lsa, navbat oladi, o'zini darsini qilib turadi, navbat bilan so'rash mumkin. Lekin odatda juda ham navbatdan bo'lib ketib qolmaydi. Chunki navbat bo'lib ketmasligining sababi bizada kichkina sinf o'quvchilari uchun katta sinfda mentorlar biriktiriladi. Masalan, siz yaxshi o'rganish uchun bitta mavzuni zo'r bilasiz. Qancha o'rgatsangiz, yana ham yaxshiroq o'rganasiz-ku. Siz shu sababli kichkina o'quvchilarga yordam beraverasiz, o'sib ketaverasiz. Shuni hisobidan o'qituvchilarga ehtiyoj ham kam bo'ladi. Zo'r, ajoyib. Ustoz, biz hozir qayerdamiz shunda? Hozir 3-qavatga chiqdik va bu joyda ham aktiv qurilish ketyapti. Tabiiy jarayon bo'lsin deb ko'rsatyapsiz bu yerda. Shunaqa. Va buni qurilishi taxminan 20 kunga reja qilingan, 20 kunda to'liq tugatamiz va bularning remonti sifati pastdagi xonalardan umuman farq qilmaydi. To'liq o'sha interaktiv panellar, partalar, stullar, yoritish tizimlari hammasi xuddi bir xil bo'ladi, xudo xolisa. Zo'r. Va oxirida bizda qishki, yozgi, yomg'irgi paytga to'g'ri keladigan sport zalimiz bor. Shunaqa. Xudo xolasa tez orada bitadi va sentyabrga kelganda bu maktab to'liq ishchi holatga keladi. Bu maktabda o'qiyotgan o'quvchilar mana shunaqa meva pishganda olib yeyish imkoniyati bor. Chunki ustoz nimaga? Shu endi biz tabiiy sohadaman, tabiiy fanlarni ko'proq o'qitganimiz uchun bunaqa bog'i bo'lishi biz uchun alohida ne'mat. Chunki o'quvchilar o'zi daraxt ekadi, o'simlik ekadi va amaliy darslarni tabiat qo'ynida qilish imkoniyati bor. Va hozir yuqorida aytganimdek maktabimiz 1 gektarlik maydon bo'lgani uchun juda katta qismi mana shunaqa mevarli daraxtlar bilan boyitilgan. Hozir katta bog'imiz bor. Zo'r. Shunaqa. Xohlasa qanaqadir tajriba qilsin, xohlasa mevani yeb ko'rib tajriba qilsin. Yaxshi sharoit bor ekan. Bu juda yaxshi imkoniyat. Ajoyib. Umumiy xulosa qilib aytganda, bir maktabga farzandingizni xususiy maktabdir, davlat maktabidir, qayerga bermoqchi bo'lsangiz ham farzandingizni kelajakda qanaqa inson bo'lishini ko'ryapsiz, nimaga yo'naltirmoqsiz, har tarafini o'ylab, keyin maktab tanlang. Chunki maktab bir oy qaysi maktabga berib, yoqmay qolsa keyingi oy boshqa maktabga berilayotgan jarayon emas. Chunki bolani o'smirlik muhim davrida travma bo'lib qolishi, har xil unga ta'sir qiladigan narsa bo'lishi mumkin. Demoqchi bo'lgan narsam, agar farzandingizni tibbiyot sohasida mutaxassis bo'lishni xohlasangiz, mana shunaqa olim, ixtirochi, tadqiqotchi inson bo'lishni xohlasangiz, asosiysi hayotga tayyor bo'lishini, hayotda o'rganishini xohlasangiz, biz o'zimiz guvoh bo'ldik, o'zimiz xudo xolasa o'zimiz ravo ko'rib turibmiz, sizga ham tavsiya qilamiz. Kolba maktablari mana Samarqand filialimi, Toshkentdagi filiallarimi, kelajakda xudo xolasa yana boshqa viloyatlarda ham bor emas. Shu yuqorida aytganimdek, biz ta'lim sifatimiz orqaga ketmayotgan sezgan kunimizdan boshlab kengayish haqida fikrlash boshlaymiz. Ungacha o'ylab turamiz. Hozir bu filiallarni risoladagidek qo'yga turg'iza olamiz. Keyin xudo xolasa boshqa filiallar qilib o'ylaymiz. Va o'zi umumiy rejangiz qanaqa desangiz, butun O'zbekiston bo'ylab 50 ga yaqin filial qilishni reja qilganmiz. Zo'r. Xudo xolasa
shu soha rivojlansa, bizdan kuchli meditsina bo'yicha mutaxassislar bo'ladimi, tadqiqotchilar bo'ladimi, yangi bir ixtirochilar bo'ladimi, chiqib kelishda boshlaydi. Hali aytilmagan ko'p mavzular bor, xudo xolasa yana siz bilan shuni davomi o'laroq haligi buni bitiruvchilarni ham ishlar qilsa bo'ladi endi. Buni o'sha qanaqadir o'sha tadqiqot markazlari bu shular haqida xudo xolasa batafsil aytib berasiz nasib bo'lsa. Maktabga xush kelibsiz. Rahmat. Siz bilan suhbatlashib maza qildim. Boringizga shukur. Rahmat. Siz yuqorida aytganingiz biz oilamiz bilan siz oilangizni hurmat qilamiz. Biz kompaniyamiz bilan siz kompaniyangizni hurmat qilamiz. Boringizga shukur. Havas qilamiz. Biz ham sizga havas qilamiz. Rahmat. 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 Rahmat.